Oxirgi kunlarda aynan yurtimizda deylik, burun operatsiyasida o'lim holatlari ketma-ket uchradi. Kimlardir vrachlarni ayblasa, kimlardir shu narkozda deyapti muammo, kimdir qadar deyapti. O'shanga bugun mana shu yig'ilishimizdan maqsad shu sohaga ozgina kirib, bir ochiqroq gaplashib, o'zi asli muammo qayerda, nimada muammo, shuni bir odamlarga yetkazsak, odamlarda paydo bo'lgan qanaqadir qo'rquvni yo'qotsak yoki o'z boshimcha borib operatsiya qildirib olaman deganlarni bir noto'g'ri bo'ladigan shundan bir qaytarsak degan maqsadda shu yerga yig'ildik va shunda o'zi muammo nimada o'zi mutaxassislardami yo narkozdami yoki shunchaki havoyimiz shunchalik yomon bo'lib ketdimi orada shunga Shuhrat nima deysiz shunga hozir Bunga menimcha mutaxassis birinchi sifatida mutaxassis sifatida Shohrux akam javob bersa o'rnataman. Shohrux aka shamdan chiqib aytasiz. narkoz masalasida Anestezolog va nematolog sifatida hammaga qiziq bo'lgan muammo narkoz muammosi va operatsiyada bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar muammosi. Narkozni ham turlari bor. Bu qanaqa turlari? Birinchisi bu umumiy narkoz. Ya'ni umumiy narkoz deganimizda bemorimiz chuqur uyquga ketadi, hech nima sezmaydi, bilmaydi. Hamma organizmni biza uyqu holatida, mushaklar bo'shagan holatida narkoz amaliyoti bajariladi. Keyingi narkozimiz bu regional deymiz, ya'ni определенный bir qismlarda bo'ladi. Spinalniy, epiduralniy yoki bir ma'lum bir qo'l sohasida yoki oyoq sohasida bo'ladi. Yana uchinchi narkozimiz bu mahalliy deymiz, ya'ni o'sha qaysi joyda amaliyot bajariladigan bo'lsa, o'sha joy o'zi mahalliy og'riqsizlantiriladi. Masalan, deylik, umrida juda ham ko'p odam tishini oldirgan, o'shanda mahalliy narkoz olgan. Bu местный narkoz hisoblanadi. Umumiy oladigan bo'lsak, narkoz bu xavfsiz. Nimaga? Sabablari. Bemalol ayta olaman, O'zbekistondagi barcha anesteziologlarni juda kuchli maktablar yaratilgan. Shu maktablardan hamma chiqqan anesteziologlar Yevropa standartlarini, narkoz qoidalarini juda yaxshi bilishadi va o'shanga amal qilib ishlanadi. Undan keyingi bizda yana yutuqlardan bu hozirgi zamonaviy tibbiyot uskunalarini juda yuqori darajaga olib chiqilgan. Shuning uchun hozirgi zamonaviy tibbiyot uskunalarimiz maksimal darajada bemor xavfsizligini hisobga olib, o'ziga kerakli butun organizmni kuzatib, nima bo'layotganligi haqida shifokorlarga ma'lumot berib turadi. Yana bitta yutuq bu hozirgi zamonaviy chiqqan dorilar. Bu xavfsiz va boshqaruvi oson bo'lgan dori bo'lganligi uchun narkozimizni bemalol ichishimiz mumkinki, 21-asrda xavfsiz anesteziya narkoz o'tkazish mumkindir. Lekin baribir risk degan narsa bo'ladi. Bu butun dunyoda bor. Amerika anesteziologlar assotsiatsiyasi o'sha yerda ham darajalari bor. Har bir odam baribir individual, hammaning organizmi. Ya'ni odam oddiy narsa yeb ham allergik reaksiya kuzatilishi mumkin. Deylik, tuxum yeydimi, sitrus yeydimi yoki boshqa allergiyaga moyillik bo'lgan oziq-ovqatdan allergiya bo'lib, odamda o'ziga yarasha bir o'zgarishlar organizmda bo'lishi mumkin. Shuning uchun narkoz paytida ham biz albatta dori-darmonlar ishlatamiz. Lekin bu dori-darmonlarning ham o'ziga yarasha qisman organizmga ta'siri bo'ladi. narkoz degan bitta savol paydo bo'lyapti. Mana ko'pchilik shunaqa tushuncha bo'lishi mumkin. Narkoz degan shu bitta preparat jo'natdi tomirdan, misol uchun bo'ldi, ham u hushsizlandi, ham og'riqsizlandi, mana sizga bo'ldi. Shunda o'zi hozirgi kunda endi men hozirgi kundagi bilmayman. Qanaqa preparatlar ishlatiladi? Nomi shartmi? Misol uchun hushsizlantirish uchun alohida preparat va og'riq qoldirish uchun alohida preparat jo'natiladi, to'g'rimi? Va bu nazorat qilinadi o'sha jarayonda. Misol uchun hushsizlantirildi bemor, mana hushida emas, o'zini bilmaydi, uxladi deylik, sodda qilib aytgan. Lekin u rostdan og'riq qoldirilgan o'sha joyda. Endi uyg'oq bo'lsa bilardi, og'riq qoldi, sezmayapti. Lekin uxlab qoldi-da, lekin badan og'riqni sezyapti. To'g'rimi? Hani bolevой shok berish ehtimoli bormi shunda? Og'riqqa shok berishi mumkinmi? Lekin o'zini bilmaydi, lekin og'riq bor badanda. Hozirgi bizani tibbiyotdagi uskunalardan kelib chiqib, juda o'sha rivojlanish ancha oldinga o'tganini hisobga olib, biza bemalol bemorni qay darajada og'riqsizlantirishigacha kontrol qila olamiz. Ya'ni bu zamonaviy BIS monitoring deyiladi. Bemorni narkozi chuqurligini tekshiramiz. Ya'ni kuzatib baholay olamiz. Qay darajada narkozimiz chuqur yoki yuzakiligini o'shanga qarab narkozimizni ham hozirgi katta yutuqlari hozirgi zamon narkozini boshqara olish. Bu degani xohlagan urinimizda narkozni bera olamiz, xohlagan payt o'chirib, bemor yana o'ziga keltirib, o'sha tabiiy holatiga, fiziologik holatga keltira olamiz. Organizmda juda ham chiqib ketishi
tez bo'lgan dorilar ko'p. Ko'p ishlatamiz. Bu dorilarni oddiy misol aytadigan bo'lsak, bu propofol. Ta'sir kuchi ham, organizmga kirishi effekti ham, chiqishi ham juda ham tez. Bu degani boshqaruv juda ham oson degani. Hattoki yengilgina sedatsiya jarayoni deyiladi. Sedatsiya nima degani? Bu vaqtinchalik uyqu. Bu narkoz hisoblanmaydi. O'sha paytda shu dorini ko'p ishlatamiz. Undan keyingi bo'ladigan komponentlari narkozi relaksatsiya komponenti, ya'ni mushaklarni 100% hamma mushaklarni bo'shashtiradigan dori bor. U mushaklarni bo'shashtiramiz. Umumiy narkoz berganda bemorlarga biz nafas yo'liga trubka qo'yamiz. Intubatsionni trubka deyiladi, ya'ni doktorlarning tilida, va uni sun'iy biz apparatga ulaymiz, narkoz beradigan apparatimiz orqali hamma bemorni bo'layotgan organizmdagi holatini kuzatib boramiz. Va yana bitta narkozimizning komponenti bu og'riqsizlantirish komponenti hisoblanadi. Narkoz hamma komponenti organizmga ta'sir qilgandan keyin biz shunga qarab baholaymiz narkozimizni qay darajada bemor narkoz chuqur uyquda, chuqur og'riqsizlantirgan holatida. Shuning uchun ham har doim necha yillardan beri bu xirurglar обязательно bir beradigan savoli operatsiyani boshlasak bo'ladimi deb har doim savol berishadi. Tayyormi? Tayyorgarchiligini bemor har doim so'raladi. Nimaga? Anesteziolog bevosita bemorni baholaydi. Qay darajada bemor organizm tayyor operatsiya boshlanishiga. Xo'p, yana bitta savol. Narkoz xavfsiz, zamonaviy doz, lekin hali ham ko'pchilik orasida narkozdan qo'rqishadi. Men asorat haqida ko'pchilikni qusadi deydi, narkozdan o'ziga kelish qiyin bo'ladi deydi. Asoratidan qo'rqishadi. O'zi haqiqatan mana shu asoratlar bor narsami? Hozirgi kunda o'sha bunaqa qayd qilishmi, masalan, narkozdan keyin o'ziga kelish qiyin, mana shu holatlar bo'ladimi unda? Qo'rqish, odamdan qo'rqish to'g'rimi? Odamlarning qo'rqishi tabiiy holat. Operatsiyadan keyingi davrda, birinchi davrda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bu oddiy bosh aylanish bo'lishi mumkin, ko'ngil aylanishi mumkin, qusish bo'lishi mumkin. Qancha vaqt o'tib ketadi shu? Bu hammada ham bo'lmaydi. Bu ham organizmga bog'liq. Ya'ni misol uchun bizda narkozga ham o'ziga yarasha tayyorgarchilik bo'ladi. Bemor обязательно suhbatdan o'tadi, hamma tekshiruvlardan o'tadi, bemorga tushuntiriladi. Siz operatsiyadan oldin 6 soat, 8 soat ovqat yemaysiz deb, uni ham o'ziga yarasha tayyorgarchiligi sabablari bo'ladi. Och qoringa ham narkoz olishi bizani. Shuni hisobiga ham oshqozonda baribir kislota ishlab chiqaradi, xohlasangiz, xohlamasangiz. Bemor 6 soat, 8 soat ovqat yemadi. Operatsiyadan keyin ham yemaydi. Jig'ildon qaynashi, ko'ngil aynishlari bu ham bir tabiiy holatga yaqinroq holat desak ham bo'ladi. Lekin ba'zi bir dori-darmonlar o'zini shu ko'ngil aynishi, qusishga sababchi bo'lishi mumkin. Bu bo'ladigan holatlar odatda biz operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin oldini olib, kerakli dori vositalarini qilib qo'yamiz. Maksimal bu bo'lishi mumkin bo'lgan holatni pasaytiramiz. Lekin shunga qaramasdan fiziologik holat sababli, ya'ni bemor uzoq vaqt ovqat yemadi, oshqozon shirasi oshib ketdi. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa qo'rqinchli emas, oddiy holat, doridan keyin bir pasda o'tib ketadigan holat. Eski narkozlarda, masalan, eshitganmizda, operatsiyadan keyin 3 kungacha o'zi kela olmaydi, qayd qiladi, ko'ngli ayniydi, o'rnidan tura olmaydi deb. U paytda intubatsiya qilinmagan yoki intravenniy narkozda berishganda, masalan, ketamin bilan, men esimda bor, o'sha rakka qilib yurgan paytimizda ketamin bilan narkoz berardi. 20 yil oldinlarda. Keyin anaqada o'qish davrimizda aytgan edi, ketamin hozir chet davlatlarda ishlatilmaydi. Asosan veterinariy narkoz ishlatiladi. Lekin hozirgi kunda hali ham bizda o'sha insonni operatsiya qilgan ketamin ishlatyapmiz, ya'ni biroz orqadanmiz degan leksiya aytib o'tgan edi. O'sha masalan hozirgi ketamin ishlatmasligimiz, ingalyatsion narkozga o'tganmiz asosan. Lo'r operatsiyalar asosan ingalyatsion narkoz berishadi, ya'ni sizlar berasizlar bizga. Endi buni yutug'i ancha yaxshi. Ketaminga qaragan yoki men oldingi narkozga qaraganda, menimcha o'sha alhamdulillah o'sha hozirgi narkozni oldinga qaraganda farqi bormi, yengilroqmi degan maqsadda beramiz-da, shunisini. O'shanga nima deysiz? Shu savolingizga javob podkast boshida ham aytib o'tdim. Hozirgi zamonaviy dori vositalari. Ya'ni oddiy misol, bu ketaminni analogi, ya'ni shunga o'xshab ta'sir qiladigan dorimiz bu propofol deganim. Bu juda ham tez chiqadi. Hali sedatsiya deganim qisqa muddatli uyqu, ya'ni bir uni ham o'zini dozirovkalari bo'ladi. Sizga qancha bir vaqtga misol uchun deydi, bemor 5 minut uxlatmoqchisiz, 10 minut uxlatmoqchisiz, o'shanga qarab kerakli dozasi yuborib turiladi. Bemor 5-10 minut ichida haligi dori chiqib ketadi. Bo'ldi. Ketamin aytgan dori haqiqatda u ta'sir kuchi ko'proq, uni ham misol uchun o'ziga yarasha
diapazon dozalari bor. Juda ham minimalniy dozada ishlatsangiz bo'ladi. Unda hech qanaqa bir siz aytgan holatda kuzatilmaydi. Uni eng minimalniy diapazoni og'riqlantirish dozasi bor. Uni hozir ham Yevropalar davlatlarida ham ishlatiladi. U maqsadida. Minimalniy og'riqlantirish dozalari bu keng tarqalgan. Lekin uni yuqori darajali, ya'ni uxlatish yoki og'riqlantirish komponent sifatida qo'llasangiz, siz aytgan haligi uzoq narkozdan o'ziga kelishi, undan keyin gallyutsinogen effekti bor ketaminda. Ya'ni o'sha narkozda maqsadida siz ko'proq chuqur narkozga erishish maqsadida ishlatsangiz, gallyutsinogen effektlar bo'ladi, bemor o'ziga kelish davri ancha uzayadi. Shuning uchun deyarli hozir O'zbekistonning davlat muassasalarida ham va xususiy klinikalarda ham ketamin deyarli ishlatilmaydi. Shunaqa ham bo'ladiki, bemorlar narkoz tugadi, operatsiya tugadi, hattoki davomiyligi uzoq bo'lgan operatsiyalar ham, ya'ni deylik 2-3 soat va undan yuqori operatsiyalar ham bo'ladi. Bemorlar uyg'onib, operatsiya tugadimi, narkoz oldimmi degan savollargacha beradi. Bu degani bemor hech nimani his qilmadi degani. Narkoz boshlanganini ham даже bilmaydi. Umuman faqat bitta oddiy uxlab uyg'ongandek bo'ladi. Endi baribir o'sha ximический dori-ku, to'g'rimi? Da. Narkoz berganda bosh miyani baribir sentrlarga ta'sir qiladi-da, endi sodda qilib aytganda. O'shaning uchun baribir operatsiyadan keyin, shu общий narkozdan keyin, masalan, как anesteziolog sifatida ayta olasan, nevropatologga borib, bitta kurs lecheniya olib borish kerak, как organizmni tozalab olish kerak, miyaga ozgina quvvat berib, sodda qilib aytganda. Sodda qilib Восстановление qilib olish kerak deb o'ylaysanmi? Yo'qmi, shart emasmi, kerak Yo'q, emasmi? O'zi yaxshi bo'lib ketadimi? bunaqa narsalarga standart holatda hojat bo'lmaydi. Qachonki bizga bemor shikoyati bo'lsagina, unda albatta biz o'zimiz ham qo'shimcha nevropatolog maslahatini, kerak bo'lsa chuqurlashtirib, MRT tekshiruvlarini yoki boshqa yana kerakli bo'lgan tekshiruvlarni o'tkazamiz. Qachonki bemorni bir chuqur shikoyati bo'lsa yoki anamnezdan aytaylik insult o'tkazgan. Unaqa bemorlarda ham albatta biz nevropatolog xulosasi va keyingi 6 oy ichida bo'lgan, misol uchun MRT stimkasi bo'lsa, MRT stimkani o'zimiz ham ko'ramiz, baholaymiz. Undan keyin bemalol biz ham narkozni o'tkazishimiz mumkin. Insult oldi degani bu odam narkoz olmaydi degani emas. Ular ham tayyorgarchiligini qilib, bemalol yana operatsiyasini o'tkazishimiz mumkin. Chunki ko'p ota-onalar yosh bolalarga, farzandlariga olmaydi narkoz, umuman narkoz olmayman. Qo'rqishadi. Qo'rqadi, ta'siri bor miyaga deydi. Endi u ham o'zidan o'zi emas. O'sha hozirgi kunda mana Instagramda ko'rsa bo'ladi, nevropatologlar bor dediki, ular bab shu masalani olib chiqishyapti. Shu общий narkozdan keyin bolalarda mana o'zgarishlar bo'ladi, baribir ta'sir qiladi, ta'sir qilmay iloji yo'q, organizmga begona narsa kiryapti. O'shaning uchun baribir organizmni tozalab turib, miyaga ozgina yordam berib olish kerak bo'ladi. Baribir kurs lecheniya olib borish kerak deb ular endi olib chiqishyapti shu mavzularni. Shu ota-onalarning bir qo'rquviga, xafiga sabab shu-da. Shuni so'rayapman, qanchalik bu ya'ni ahamiyatli o'zi. Ahamiyati bor momentlar bor. Ya'ni bolada tug'ma nevrologik muammosi bor. Ya'ni diagnoz qo'yilgan. Eskidan, sindrom bo'lsa, misol uchun. eskidan o'zida muammo miyada. Yoshlikdan tug'ma muammosi bor. Juda ko'p nevrologik kasalliklar bor. Deylik, autizm, DTP, sanog'i juda ham ko'p. Shunaqa holatlarda chuqur tekshirib operatsiyadan oldin biz o'zimiz uni tavsiya beramiz shunaqa bemorlarda. Nevropatolog ko'rigidan обязательно o'tib kelgan, xulosa olib kelgan deb. Xuddi shunaqa. Odatda o'zi bunaqa bemorlarni o'zi hammaligi nevropatolog uchetda turadi. Doimiy ravishda kurs lecheniyani qabul qilib yurishadi. Shuning uchun ham biz albatta agar shunaqa holat bo'lsa, nevropatologga murojaat bo'lmagan bo'lsa, lecheniya olmagan bo'lsa, biz unda albatta nevropatologga ham maslahatini olib, undan keyin operatsiyani o'zimiz bu yerda o'tkazishimiz mumkin. Yosh bolalarda ko'proq. Kattalarda faqatgina shu tekshirilmaydi. shikoyati bo'lsagina agar Ko'rsatma bo'lsa. ko'rsatma bo'lsa. Narkoz jarayonida operatsiya davrida deylik, aynan burun sohasida operatsiya bo'layotganda mana o'limli bo'ldi-ku baribir, to'g'rimi? Shunda ko'proq nimadan bo'ladi sabab, misol uchun shu qon ketishidami, ya'ni xirurgga tegishli bo'lgan joydanmi, jarayondanmi yoki shu narkozdagi preparatlarga allergiya berib qoladimi yoki shu dozalarda peridoz bo'ladimi, qayerdadir yoki umuman o'zi bemorni o'zini salomatligi holati, qon bosimi bo'lishi mumkin, yuragida muammolari, to'g'rimi? Ya'ni o'zini holati, balki sahari bordir u kasallikda. Ya'ni shu yerda ko'proq o'limga sabab bo'ladigan narsa oxirgi kunlarda bo'lgan holatida ham deylik va undan oldingilarda ko'proq nima sabab bo'lgan shu holatda o'limga? Yurak operatsiyasida qon ketish xavfi juda ham yuqori. Bitta qon ketganda deylik 1 minut ichida kerak bo'lsa 1 litrga qon yo'qotish. To'g'ridan to'g'ri yurakda bo'lganligi. Yurakdan katta qon tomirlari bilan ishlangan. Operatsiya
dan keyingi paytda ham operatsiya paytida ham bo'lishi mumkin bo'lgan bir bu kattakon qonash riski bor. Bu kardioxirurgiya hisoblanadi. Lor sohasiga keladigan bo'lsak, aynan qon ketish xavfi juda ham minimal hisoblanadi. Demak, narkozga taqalyapti-da baribir, o'limni asosiy sababi. Mayli, xirurgda muammo bo'lmasa, unda narkoz bilan muammo bor. Aynan narkoz o'zi bilan 100% emas, qisman, ya'ni bu narkozga bo'lgan holat, reaksiya deymiz. Yana qisqacharoq aytadigan bo'lsak, eng yomon bir holatlardan bittasi bu maligna gipertermiya. Ya'ni biza ishlatadigan hozirgi zamonaviy dorilarga ham bo'lishi mumkin bo'lgan bir reaksiya. Lekin bu reaksiyani asosida genetik o'zgaruv, bu genetik nasldan naslga o'tadigan holat hisoblanadi va bu uchrash holati 250 mingta odamdan bitta odamda uchrashi mumkin. Juda ham kam uchraydigan holat, lekin asorat juda ham bir xavfi yuqoriroq asorat, ya'ni o'limga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlardan bittasi. Lekin hozirgi zamonaviy biz mana aytib o'tganimizdek tibbiyot uskunalarimiz bor. Hamma ko'rsatkich ko'rsatiladi. Bizda temperaturni datchik ham обязательно qo'yamiz operatsiya paytida. Ko'ramiz. Haligi reaksiya bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qilinadigan hamma yordamni ko'rsatamiz. Bu holat bizda ham bir necha bor, men o'zimni shaxsiy praktikamda bo'lgan. Bu holatdan bemor asoratsiz olib chiqib ketish bizga nasib qilgan. Lekin degan joy bor, bu holatda ham darajalari bo'ladi. Yengil, o'rta, juda og'ir. Qanchalik kech aniqlansa, juda og'ir darajasi bo'lsa, o'lim xavfi bu holatda yuqori bo'ladi. Demak, mana bemor salomatligida muammo yo'q-da, operatsiyaga olishdan oldin, mana ansiyosan ko'raman deyapsan-ku, pul anamni tekshirib chiqaman deyapsan, salomatligida muammo yo'q bemorda va operatsiyaga olindi, narkoz jarayonida nimadir sabab bo'lib ketib qoldi. Demak, bu shunchaki dorining reaksiyasi yoki organizmning o'sha qanaqa reaksiya berganligi doriga to'g'ri, demak baribir xavf bor-da. Ya'ni individual xavf bor baribir. Narkozda uchrab turadigan, sen aytding-ku, nechtadir baribir kutilmagan xavf bor dedi. Demak, o'sha operatsiya yotayotgan odam baribir o'zini zimmasiga o'sha xavfni olyapti dedi. Xuddi shunaqa, lekin afsuski biz bu genetik kasallikni faqatgina anamni yig'gan payt so'raymiz. 100 yildan oldin kimdir narkoz olganmi, narkoz qanaqa o'tkazishgan degan savollarni ham beramiz. Shundan xulosa qilib olamiz, taxminiy o'zimiz uchun. Bundan tashqari yana bo'lishi mumkin bo'lgan bir yana asoratlar bu anafilaktoid reaksiyalar hisoblanadi organizm tomonidan. Lekin hozirgi bizning holatlarimizda zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan tajribali shifokorlarimizda anafilaktoidni reaksiya bo'lishida har doim bizda tayyor turadi dorilarimiz. Birinchi yordam. Vaqt ham ketkazmaymiz, bu dorini tortib olishga. Shpritsda tayyor turgan bo'ladi. Shunaqa reaksiya bo'ldi, sразу dori yuboriladi, haligi holatdan olib chiqiladi. Keltirib olinadi. Shuning uchun o'limga taqalgan holatlar bu ko'proq shu aytib o'tganimdek juda ham keskin temperaturani oshib ketishi, ya'ni 42 darajagacha temperatura oshib ketadi, tushishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin bizda o'sha kerakli hamma dori-darmonlarimiz bor. Bu dorining ham antidoti bor. Dantralin degan dori ishlatiladi. Bundan tashqari yana kompleksli lecheniya qilinadi va shu lecheniyamiz natijasida bemorlarni bu xavfli holatdan olib chiqamiz. Lekin mana o'zim 11 yildan beri yurak sohasida ishlagan bo'lsam, baribir hamma eshitadi, xalq orasida ham biladi. Sog'lom yurgan odam o'zidan o'zi o'lib qolibdi deydi. Yoshini hali yosh. 30 yosh, 35 yosh. Bu ko'proq bo'ladigan holat bu yurakni nuqsonlari. Yurak nuqsonlari ham shunaqa juda ham chuqur nuqsonlar bor. Ularni diagnostikasi ham juda ham qiyin va murakkab va juda ham chuqur tekshiruvlar orqaligina bilinadi. Biz odatda bemorlar kelganda standart analizni olamiz. Bu EKG analizimiz, undan keyin yana bitta chuqurlashtirilgan analizlarimiz. Aritmiyasi bo'lsa bemorlarni kardiologga yuboramiz, Holter maslahat beramiz va undan keyin yana bitta o'tkazadigan chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan bittasi bu yurakni echokardiografiyasi, ya'ni yurakni uzi qilib ko'rish. Shunaqa anomal holatlar bo'ladiki, haligi yurakdan bizda chiqadigan kattakon aorta qon tomirimiz bor. Bu aorta qon tomiridan emasdi, boshqa joylardan chiqib qolgan koronarniy holatlar ham bo'ladi. Noto'g'ri bir-biriga nomutanosib joylashib, nomutanosib qon bilan ta'minlanayotgan holatlar bo'ladi. Bu paytda odam narkoz olmasa ham oddiy holatda ham o'lim xavfi bor, o'lim bo'lishi mumkin. Hech kim bilmasligi mumkin. Sabab bo'lib qolganda. Sabab bo'lib qoladi. Shunaqa bemor kelib qolsa biz qayerdan bilamiz? Balkim har bir misol uchun shunaqa holatda o'lgan bemorlarda shunaqa anomaliya parogi bor. Anamnezida yo'q, bilmaysan. Ana biz ham oddiy aytgan chuqurlashtirilgan tekshiruvlar ko'rinmaydi. o'tkazganmiz, lekin undan ham chuqurlashtirilgan tekshiruv bor. U koronarografiya deyiladi.
uni ham o'ziga yarasha asoratlari bor koronavirus aka. Ya'ni qon tomiriga kerakli kateter qo'yib, yuragiga haligi provodnik deymiz, provodnik olib borib kontrast yuboriladi-da. Har bitta qon tomir qatga chiqqan o'shanda to'liq baholasa bo'ladi. Buni ham o'ziga yarasha asoratlari bo'lganligi uchun chuqurlashtirilgan tekshiruvni haqiqatda biz misol uchun bir infarkt o'tkazgan bemorlar bo'lsa yoki o'zi shikoyati yuragida bor, juda ham bemorlarda buni tavsiya qilishimiz mumkin. Lekin oddiy bizga rejali ravishda kelayotgan bemorlarga hammaga ham biz koronagrafiya o'tkazib olmaymiz. Burun operatsiyasida ko'proq mas'uliyat kim oladi o'ziga? Xirurgmi yoki anesteziologmi? Sen olasanmi yo Shuhrat olalarmi? Ko'proq mas'uliyat. Har bir bo'ladigan operatsiya bu komanda hisoblanadi. Ya'ni bemorga hammaning mas'uliyati bor. Anesteziologlarni ham, xirurglarni ham mas'uliyat hammani bo'ynida hisoblanadi. Soddaroq qilaman qara savolni. Oxirgi knopka kimning qo'lida? Operatsiyaga olish kerak kasal anesteziolog qo'lidami, xirurg qo'lidami? Knopkani kim bosadi? Ko'proq mas'uliyat anesteziolog zimmasida bo'ladi. Nega bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar bilan ham anesteziolog Bunday aytganda anesteziolog davolaydi. sen ruxsatni berasan operatsiyaga olish uchun, keyin xirurg ishga kirishadi, to'g'rimi? Demak, anesteziolog qo'lida. Xuddi shunday ko'p mas'uliyat. Prosta nimadir muammo, kimlardir muammo bo'lsa, bilsin-da kim javob beradi ertaga. Lekin shunaqa deysiz. Mana ko'p bo'lmasa hech qaysi klinikada o'lim holati bo'lmasin. Chunki hammani o'zini farzandi, balki o'zi uchun aziz. Lekin statistika bor deymiz-ku. Lekin o'lim holati kuzatilgandan keyin har doim krayni kim bo'lishi doktor bo'ladi, xirurg bo'ladi. Xirurg. Ya'ni birinchi ko'rgan yuridik jihatdan? Yo'q, yuridik jihatdan emas, xalq ko'zidan. Xalq ko'zida, Xalq ya'ni tilidan, operatsiya qilgan xalq odam. ko'zidan. Chunki anesteziolog va parda ortida, Ha. sahna ortida bo'ladigan odam. Ha. To'g'rimi? Doktor Rol bo'lgan o'ynaydigan, yuz- sahnada ko'rinadigan odam xirurg. Shunaqa. Masalan, men dedi, bolamni yurgizib, ya'ni oyog'ida olib kirdim dedi, falonchi doktorga. O'sha klinikadan chiqmadi. Yaxshi doktor. Ha. Doktor kim? Doktor o'sha xirurg aybdor bo'lib qoladi. Masalan, lor bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi? O'shani biz hozir ko'rsatib qo'yamiz-da o'zi. Endi mas'ul bu yerda-chi, ko'proq man kamroq anesteziologga bo'lmasin bunaqa holat. yomon- Mabodoga Yomonlash niyatim oxirgi yo'q. nuqta kim bilsa, kim mas'ulroq bu Mas'uliyat holatga. Ya'ni baribir ko'proq faqat anesteziolog. doktorga tosh otilmaydi-yu, to'g'rimi? Endi haqiqatda bo'lib qolsa muammo, ko'proq qayerda bo'ladi muammo? Anesteziologlar baribir ko'proq Mas'uliyat. mas'uliyat bo'ladi. Bularning ishlari ham murakkabroq-da, ancha. O'sha mas'uliyatliroq va o'sha oxirgi nuqtani knopkani bosayotgan anesteziolog bo'ladi. Ruxsat Anesteziolog, beradi. ha. Qilavering operatsiya yoki qilmang. Masalan, biz ham bemorlarni ko'ramiz, первичный осмотр qilib, kerak bo'lsa operatsiya tavsiya beramiz. Lekin anesteziolog ruxsat bersa olamiz deymiz. Misol uchun hamma narsa topshirildi. Kardiolog ruxsat berdi. EKGda muammo yo'q. Yondosh kasalliklar yo'q. Ya'ni meni ko'zim bilan qaraganda-da. Lekin o'shani ham baribir bir sidra anesteziolog yana qayta tekshiradi. Hamma tekshiruv qildi-da, mana o'zi tajribasida bo'lganman, hamma tekshirdi. Hech qayerda muammo yo'q. Bu yoq ham aytayapti, operatsiya oling. Lekin o'zingiz umumiy holatni ko'rib, rad qilgan paytlaringiz bo'ladimi? Bo'lgan. Interoperatsionni bo'lgan. Qon kechish holati kuzatilyapti. Обычный qon kechish holati, ya'ni anesteziolog tomonidan qaraganda ham, mana bevosita shogirdlarim tomonidan ko'z bilan ko'rilganda ham обычный qon kechish holati kuzatilyapti. Ya'ni septoplastikada birinchi kesganda qon edi. Men operatsiyani to'xtataman dedim-da. Anesteziolog savol beryaptilar. Nega? Nimaga asosan? Ya'ni har doim qoniydigan narsa-ku bu ham. Odatiy hol. Odatiy hol. Endi baribir xirurg nimanidir ko'zlab qo'yadi-da. Mana shu narsa mas'ulnikidan debdi. O'sha to'xtataman dedim. Gemofiliyaga o'xshagan. Qon to'xtatdik. O'zi spetsialniy shunaqa moslamalar bor. Blood stop yoki Amerikanskiy. Ha? Amerikanskiy Ha. stoplar. yoki gemostazis bu misol uchun qon to'xtadi. Keyin bemor yaxshi ekstubatsiya bo'ldi. Ya'ni savol beryaptilar menga. Nega aynan o'sha bemorda to'xtashga qaror qildingiz? Men aytdim, nimaga shubha qilaman? Onkologiya bor. Ya'ni bemorda leykoz holati o'xshayapti. Qon kasalligi. Qon kasal. Qon Ha. kasal. Biz aytamiz, tampon qo'ydik, to'xtatdik, ekstubatsiya bo'ldi, narkoza uyg'ondi, palataga chiqdi-da. Срочно gematolog konsultatsiyasi. Aytamiz. Gematolog konsultatsiyaga borib kelyapti. Leykoz ya'ni qon kasal aniqlanmoqda. Oq qon kasalligidan xalq tilida. Umumiy analiz kiraviy topshirilgan-ku operatsiya. Hammasi topshirilgan. Hammasi yaxshi bo'lgan. Endi chuqurlashtirilgan topshirilmaydi baribir. Ya'ni bitta narsa bo'lgan, soya sal balandroq bo'lgan. Adashmasam 25 soya, ayollarda 15 gacha normada bo'ladi, lekin yaqinda shamollab o'tkazgan bo'lsa ham, soya taxminan 1 oygacha baland bo'lishi mumkin-da. O'shani shamol o'zi aytayaptilar o'zlari. Men pochkani shamollash bor edi, o'tib ketdi, hozir yaxshiman degan edi. Men o'shanga yurdim, endi o'shani ko'targan bo'lsa kerak dedim. Оказывается, u bemorda keyin o'stril leykoz aniqlandi. Voy septoplastika deganingizga, men septoplastikani oddiy tilda ayting, qanaqa Ya o'sha burun operatsiya septoplastika? nafas olish qiyinligi bilan
bemor kelishadi ko'pchiligi. Mhm. Uxlaganda og'iz ochib Shikoyatchilar uxlash, bo'ladi. havo yetmaydi burundan-da. Ko'pincha burunga spray sepib yuradi. Tekshirganimizda burun to'siq qiyshiqligi va shu bilan bir qatorda Yana tashqi chig'anoqlar. o'rtadagi to'siq. Ha, tashqi emas. Tashqi tekis holat bo'lsa ham burun to'siq Перегородка qiyshiq deymizmi bo'lsa, rus tilida? pergorodka Mm. qiyshiqligi bo'lsa va nafas olishga xalaqit bersa, u operatsiya qilishga ko'rsatma bor. Nafas olishga xalaqit bermasa, operatsiya qilmasligimiz mumkin. Bu degani hamma burun to'siq qiyshiqligida operatsiya qilish shart degani emas. 80% statistikada 80% odamlarda burun to'siq qiyshiqligi aniqlangan. Masalan, o'shandan taxminan Hayotda o'zi. 25-30% Tug'ma men shunda ko'pam o'zi. tug'ma. Tug'ma o'zi qiyshuv. Tug'ma qiyshuv. Ya'ni shunaqa narsa borda, burun to'siq qiyshiq, lekin nafasga xalaqit bermaydi. Burun to'siq qiyshiq, lekin nafasga xalaqit beradi. Nafasga xalaqit beradigan paytda operatsiya ko'rsatma bo'ladi. Boshqa paytda qilish kerak emas. Endi ko'proq masalan yosh doktorlarimizni burun to'siq qiyshiq ekansizda operatsiya qilish kerak deb tashxis qo'yib, bemor shunaqa miyasiga kirgizib qo'yadi. Endi bu noto'g'ri narsa. Ya'ni o'zim chunki salkam 10 yildan beri aynan lor xirurgiya bo'yicha shug'ullanamiz. Deyarli har kuni operatsiya adashmasam shu kungacha 6000 dan ortiq operatsiya bajarganmiz. O'zim bevosita shu tajribadan kelib chiqib, mana shunaqa maslahat beraman. Keyin yana bitta savolda, mana hozir internetda cross har bilan septoplastika yozishibdilar. Nima ko'payib ketdi demoqchiman. Oldin odamlar yaxshi nafas olganmi, hozir burun to'siq qiyshiqlik ko'payib ketdimi? Nima sababdan hozir septoplastika ko'payib ketdi? Internetga kirsangiz, hamma doktor septoplastika deb qo'yaveradi. Oldin bunchalik bo'lmagan. Bu savol juda ham zo'r savol. Buni bevosita bemorlar ham menga savol berishadi. Nima oldin unaqa bo'lmagan, atmosfera buzilganmi, ob-havomi yoki qanaqadir genetik bizda narusheniya bormi deb savol berishadi. Yo'q, oldin ham bo'lgan. Men ko'pincha shogirdlarimga ham, bemorlarga ham, yaqin bemorlarga tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi inson har doim qorin to'q qiladi, ustini butun qilishga harakat qiladi. O'shandan ortsagina sog'liqqa e'tibor berish boshlaydi. Xo'p, nafas ololmaslik burundan, ya'ni burun to'siq qiyshiqligi jiddiy bir kasallik bo'lmagani uchun bundan 15-20 yil oldin ko'p e'tibor berishmagan. Ya'ni nafas og'izni ochib qilsa ham, xurrak o'tsa ham, gaymarib tursa ham shunaqa bo'lish kerak ekan. Tabiiy holat yurish. Tabiiy holat yuraverishgan. Tabiiy holat O'zbekiston ancha rivojlandi. Qo'pol aytganda Odamlar salomatligiga qaralgan paytga keldi. to'qilashdi. Ya'ni orttirib endi salomatligiga e'tibor beryapti. E'tibor berishni boshladi. Nafas ololmagandan keyin, og'izni ochib uxladi yoki qanaqa gaymar to'q qolgandan keyin to'xtab, bizani O'zbekistonda, bizani Toshkentda buni o'zini mutaxassisi bor. Lor borda, lorga kelishyapti. Biz uni oldin eski usulda burunni ko'rish emas, endoskop kamera degan narsalar bor. Buni ko'ryapmiz. Bundan tashqari kam xarajat va tez bo'ladigan 3D rentgen bor. Ko'p informatsiya beradi. Uni ko'ryapmizda, haqiqatan burun to'siq qiyshiqligi aniqlanadi. Va aynan shu burun to'siq qiyshiqligi o'sha bemorimiz uxlashga xalaqit beryapti, og'izni ochib uxlashga xalaqit beryapti, ya'ni uxlayapti, xurrak o'tyapti va ko'pincha surunkali bosh og'riq chaqiradi. Tavsiya beramiz septoplastika operatsiyasini bajarishga. Shundan bir qatorda hammada alhamdulillah o'zini sog'lig'iga e'tibor beradigan zamon kelgani uchun hamma lorga boryapti. Tabiiy holat burun to'siq qiyshiqligi aniqlangandan keyin operatsiya ko'rsatma bo'lyapti, o'sha operatsiya bajarilyapti. Va shu bilan bir qatorda adenoid ham shunaqa. Nafaqat kattalarda, kichkinalarda ham tasavvur qiling, bola tug'ildi. Taxminan 2 yoshdan keyin ko'pincha adenoid rivojlanadi. Ota-onasi nima deb shikoyat qiladi? Ko'pincha og'iz ochib qilyapti, kattalik o'sha xurrak o'tadi. Xo'p, bu birinchi shikoyat. Ikkinchi shikoyati tez-tez shamollaydi dedi. Bolam ko'rib bering, tez-tez shamollaydi. Uchinchi shikoyati tez-tez shamollagandan keyin tez tuzalib ketmaydi, ya'ni surunkali bo'lib qoladi. Masalan, qo'shnim bolasi ham kasal bola, birga ikkalasi, u bola 4 kun 5 kun tuzalib ketsa, meni bolam 15-20 bir oygacha burun oqib beradi. Undan keyingisi adenoid yani belgilari quloqqa asorat beradi. Keyin nima qiladi? Lord olib keladi, biz uni ko'ramiz. Hozir zalotoy standart, ya'ni endoskop kamera bilan burun ichini ko'ryapmiz. Burun ichida adenoid aniqlanmoqda. Adenoiddan darajasi uchta, ko'pchilik biladi buni, ya'ni bu bilan boshiga o'tganlar bilishadi. Birinchi darajada operatsiya qilinmaydi, ikkinchi, uchinchi darajada operatsiya qiladi. Maqsad bolani kelajakda yaxshi o'sib rivojlanishi uchun, kasallik bo'lmasligi uchun. Har xil biz temin hadisda gaplashganmiz, ya'ni yuz sistema o'zgarishlar bo'lishi mumkin, bolada tish qiyish chiqishi mumkin, bolada xotirasi pasayadi, uxlagan to'yib uxlamaydi, maktabga boradigan yoshdagi bo'ladigan bo'lsa, maktab yaxshi o'zlashtirmaydi. O'qituvchilar ko'pincha mana shu bola uxlab o'tiradi yoki yaxshi o'zlashtirmaydi deb shikoyat qiladi. Shuning uchun bu aytganimdek o'ziga qaraydigan zamon keldi, sog'liqqa e'tibor beradi, ota-ona lorga boradi. Tabiiy holat o'zim men shu masdan shunaqa qilib foydalanib o'tib ketishim kerak.
4ta farzandi bor, 3tasini adenoid operatsiya qilgan. Endi o'zim guvoh bo'lgansiz. Kichkinasini 1,5 yoshda, kattasini 5 yoshda. Bitta savol deb Shuhrat. Aha. Siz xirurgsizda, sizga nima deydi? Oddiy qilib aytganda kesish qiziqroq. Lekin lor mutaxassislari bor, operatsiya kamroq qilishadi, deyarli qilmaydi ham deydi. Ular ko'proq terapiya bilan, lecheniya bilan shug'ullanishadi, davolashadi. Va hozirgi kunda ham ko'p ko'rilyapti. Mana Instagramda ham ko'raman, YouTube'da ham ko'rdim. Bitta rossiyalik hattoki mutaxassis ham ko'rdim. U lekin o'zi operatsiya ham qiladi va terapiya ham qilar ekanda, adenoidni terapiya bilan davolayapti va yaxshi natijalarga erishganlik statistikasini beryapti o'zini jarayonida. Va u endi ajratib bergan o'zi. Misol uchun qachon adenoid davolash, hattoki shu 3-stependagi adenoidni ham davolaymiz deyapti. Ma'lum bir muddat, agar o'sha muddatda kelgan natija bermasa, keyin operatsiya qilamiz. Keyin bu ham sanagan endi misol uchun foyda zararlarni bir xil bo'ladi. Ota-onani o'zi erinchoq, misol uchun faqat yetmaydi bolasini 1-2 oy davolashga, vaqtida o'sha dorilarni berishga, protsedura qilishga, burniga qarashga o'zi vaqti yo'q yoki ota-onani yoki hafsala qilmaydi. Bolada endi tabiiyki davolash foydasi yo'q-da. Bu bola endi burni bitganligi uchun sezayotgan asoratli, bunaqa ham o'zgarish boshlaydi, anatomический va bola orqada qolish boshlaydi, kislorod yetishmaganligi uchun. O'shaning uchun mana siz tajribangizda birinchi o'sha adenoid stepeniga qarab birinchi davolashni buyurasizmi? Misol uchun 1-2 oy qanadir davolash yo'llari bormi? Terapiya. Keyin undan keyin natija bermasa operatsiyaga olasizmi yo ko'rdingizda bu 3-stepen yoki 2-stepen buni 100% operatsiya turib operatsiyaga darrov olasiz. Sizga shunisi qiziqroq oddiy qilib aytganda. Har bitta bemorni masalan Shohruxga ketganlarida yaqin inson deb qabul qilaman. Bolam, jiyanim, akam o'g'lim misol uchun yoki ukam, akamni qabul qilaman. Unda to'g'ri savol berdingiz, risk operatsiya olasizmi? Birinchidan kasallik tarixi degan narsa bor-da. Bemor kelib ota-onasi aytayapti-da, bolam oxirgi oylar, ya'ni oxirgi 1 oyda nafas olish qiyin bo'lib qoldi. Oldin qanaqa edi? Yaxshi edi. Tekshiruvimizda adenoid 3-daraja. Bizga belgisi ko'rinadi, ozgina qizish, vasbalini bo'lgan belgilar, asoratlar bor, hali ham to'liq tuzalib ketmagan. Bu yerda men ko'pincha o'tkir adenoidit bo'lgan, hali davolanishi jarayonida, ya'ni tuzalish jarayonida deyman-da, hozir kutamiz. Masalan, dorilar bor, sepishga yuramiz, o'sha qilaman. Taxminan 2 hafta, 3 hafta kutib ko'raylik. Chunki oldin yaxshi nafas olgan bo'lsa, demak bunda yaqinda boshlangan o'tkir proses. Adenoidit, ya'ni tashqi muhitdan kiradigan infeksiya, bizani aytadigan burundagi go'shtga bevosita ta'sir qilib, uni razmerini kattalashtirib bo'lishami, to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin. 2 hafta, 3 haftadan keyin qayta tekshiramiz, agar o'sha narsa saqlanib qolgan bo'lsa, operatsiya ko'rsatma. Agar saqlanmaydigan bo'lsa, ya'ni o'sha kichkina joyi qaytgan bo'lsa, demak operatsiya qilinmaydi. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, ko'pincha qachon operatsiyaga risk olamiz, qachon keldi ota-onasi, misol uchun, men so'raman anamnis, ya'ni kasallik tarixi. Qachondan beri nafas olmaydi? Yo 2 yoshdan beri yaxshi nafas olmaydi. Hozir 4 yosh misol uchun. 2 yoshdan yaxshi nafas olmaydi, og'zini ochib uxlaydi, tez-tez shamollaydi. Ana qo'shimni bolasi shamollamasa ham bu tez shamollab qoladi, u tuzalib ketadi, bu hali tuzalmaydi. Unda однозначно operatsiya qilinadi. Krainskiy bo'lgan. Uni kutishga foyda yo'q-da. Yana 2 oy kutaylik, falon dorini olaylik. Masalan, oddiy hozir buringiz press qiladigan dori ham GKS deymiz. 100 ming, 120 ming, 150 ming turadi. Misol uchun, unda kam ikkitasi olinadi. Eng kami. Bitta dori ham 300 ming, 1 ketadi. Bola o'sha 2 oy kutamizdan deymizmi, 1 oy kutamizdan deymizmi, yana shamollab qolish xavfi bor. Chunki adenoid unda potensialniy часто болеющий bolalar kiradi. Yana shamollab qolishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, qanchalik tez qildirsanglar, shunchalik o'zingizga ham, bolaga ham yaxshi deyman. Shuning uchun men har doim shu neytral bo'lishga harakat qilaman. Shu foyda zararga qaralyapti. Endi anu rossiyalik mutaxassis ham aytyapti, o'zini tajribasida yosh katta odam shu adenoidni yoshligida udalar olingan ko'p bemorlar yoshi katta bo'lgandan keyin ko'pida nafas yo'lida muammolarga duch kelyapti. Kimlardir astma paydo bo'lyapti, kimlardir kroniskiy bronxitlar. Chunki endi bilamiz-ku, o'sha adenoidlarning himoya vazifasini bajarishi nafas yo'lida. Endi uni yoshligida olib tashlaganingizdan keyin baribir bitta pog'ona himoya vazifasi kamaydi-da. Yo, o'zi to'g'ri narsa-yu, lekin Alloh taolo o'sha bandani yaratgan ekanki, adenoid tashqi muhitdan kiradigan infeksiyaga qarshi kurashadigan baryer deb hisoblaydigan bo'lsak, bundan tashqari yana o'z общий 6 ta bo'ladi. Baryer. Piragovani aytyapsiz. Pirogov halqasida 6 ta bo'ladi. O'sha ikkitasi angina, bittasi adenoid, ikkitasi trubniy valik deymiz, trubniy mindalina, bittasi til ildizdagi bo'ladigan mindalina. Ya'ni adenoid olganimiz bilan undan tashqari yana 5 tasi bor-da, ishlaydi bular. Hop, biz har doim bu aytgandek foyda zararga qaraymiz-da. Hop, adenoid olgan deylik, misol uchun-da, meni tajribamda kuzatiladigan jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
olingan holatda. Ya'ni 13 yildan beri ishlayotgan bo'lsam shu sohada. Xo'p, endi ikkinchi tomonga qaraymiz. Tangangi ikkinchi tomoni ham bor. Olinmaganlarida-chi? Olinmaganlarida juda ko'p har xil asoratlar keltirilgan. Masalan, oddiy sanaymiz. Ya'ni biz ko'pincha gaplashamiz, yaqin asoratlar deymiz, uzoq asoratlar. Yaqin asoratlarga masalan adenoid borda, yaqin asoratlarga tez shamollashi, Ya'ni virus nagruska bor organizmda, doimiy yallig'lanish bor. Og'iz ochib uxlashi, quloqqa asorat berishi, har kelganda pardani teshilib qolishi, bu yaqindan kuzatiladigan asoratlar. Uzoq asoratlar bor. Uni biz bevosita farqlashimiz qiyinroq. Ya'ni qanaqa? Bolada yuz-jaq sistemasi o'zgarish, pastki jog'da o'sib ketish, tishlarni qiyish chiqib ketishi, bolada rivojlanish ortda qolishi. Ko'rasizmi? Endi agar bu bolada adenoid sababli mana shunaqa asoratlar kuzatiladigan bo'lsa, to'g'rilash imkoni yo'q. Masalan, bolani siz qayta orqaga 3 yil orqaga qaytara olmaysiz. Bu bir. Tishlari qiyish chiqib ketsa, hozir endi stomatolog rivojlangani uchun breket taqishyapti. Bu ham yaxshi breketlar hozir примерно $1000 turadi. Adam bitta taqdis to'g'rilab qo'y degani emas u. 2 yillab taqish kerak. Juda qiyinchiliklari bor. O'zini aytishim mumkin. Tushunayapman dedi. O'sha har doim asoratni to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Maksimal bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olgan yaxshi. Endi hozir o'shadan foydalanamizda mana shu temadan. Adenoid oladigan bo'lsak, qancha vaqt ketadi? Qancha ko'p bo'layotganda bolani stress deymizmi, boshqa deymizmi shu ketadi. Misol ertalab keldi, och qoringa tekshirdik, adenoid bor. Ota-onasi nastroyni kelyapti, men qildiraman, adenoid aniqlangan bo'lsa deb kelyapti. Ko'rdik adenoidini, tekshirish kerak, пожалуйста. Pediatr ekiga qilinadi, anestezolog ko'radi. Agar yondosh kasalliklar bo'lmasa, anasi topshiradi, ikkinchi kuni operatsiya olamiz. Ham kasallik bo'lmasa. Taxminan qancha vaqt oladi operatsiya? Adenoid hozir kunda 15 minut. 15 minut. Duo bilan 15 minutda olib tashlaymiz. Shu yengil metodlar bilan. Bizning ishimizda, ya'ni xirurg ishi. Bu anestezolog ishi ham bor. Narkozga kirishi, narkozga chiqishi, грубо говоря, 1,5 soat, 1,5 soat ketadi. Operatsiyadan chiqdi, hammasi yaxshi, reanimatsiyada yotadi, intensiv holatida, keyin o'zining palatasiga chiqadi. 4-5 soatdan keyin bola o'ynab kulib, xuddi hech narsa bo'lmagandek o'zida uyga ketaveradi, javob bor. Yana bitta savol. Shuncha yillar operatsiya qilaman do'st. Umuman mas adenoid olingandan keyin yana qayta chiqish holatlari kuzatilganmi? O'zingizdanmi yoki umuman statistikada shunaqa holatlar bo'ladimi? Qaytadan o'sib chiqish holatlari. Xo'p, yaxshi savol. Endi to'g'risini aytsam, tajribam 13 yil bo'lganligi uchun men ancha oldin boshlaganman-da. Ya'ni 2013-yil boshlaganmiz operatsiya qilishni. Bu paytda O'zbekistonda, ya'ni Toshkentda adenoid operatsiya qilishi eski usulda qilinardi, asosan. Ya'ni mahalliy narkoz beriladi, bola uxlatilmaydi. O'zini spesial o'zini moslamasi bor, instrument og'ziga tiqadi, shat yulib tashlaydi. Ko'r korona deyiladi, ya'ni sleepoy metod deyiladi. Ko'r korona, u yerda kamera bo'lmaydi. Tegi qancha olinganini ko'rinmaydi, qonasi ham to'xtatilmaydi, ya'ni прижигание qilinmaydi. Shu holatda adenoidni bir qismi qolib ketsa, vaqt kelib shamollansa, o'sha bir qismi yana kattalashib, yana qaytalanishi mumkin-da. Bo'lgan bizada. Bizada bo'lgan. Tekshiramiz kamerada, ya'ni ambulatorniy kamera demaydi. Keyin operatsiya qilamiz, 6 oydan keyin kelyapti, endi adenoid bor. U eski metodda qilinganmi shu? Eski metodda o'sha 2014-2015 bo'lgan yillar. Yangi metodda ham bormi kuzatilgan? Yo'q, aynan shu metodda. 2018mi, 2009dan beri yangi metod o'tganmiz. Shu farq qanaqa shuni ham qisqa tushuntirib. Xo'p, bunda yengil narkoz beriladi. Sedatsiya qilinadi, uxlatiladi. Kamera bilan Shever degan apparatda olib tashlanadi. Kuzatuv ostida olib tashlanadi. Ko'r korona emas. Kamera ko'rib turamiz, Shever olib tashlaymiz va tegi ham qonamasligi uchun, ham qayta o'smasligi uchun kuydiriladi. Bu holatda hozir kungacha o'sish holati kuzatilmadi, ya'ni 100%. To'g'ri, statistikada bor, boshqa klinikalarda anaqa statistika qilingan Epstein-Barr virusi aniqlansa, o'sha bolada qaytalanishi mumkin degan statistika bor. Epstein-Barr virusi bo'lsa. O'sha holat bo'ldi. Endi tajribamni aytib o'tishim kerak bo'ladi. Oz operatsiya qilingan, 3-daraja adenoid, biz qilmaganmiz. Operatsiya olib kirishgan. Kimdir maslahat bergan, to'g'ri maslahat bergan, Epstein-Barr virusiga topshirib ko'rganda. Epstein virusi tasdiqlangan, положительный chiqyapti-da. Bizga kelyapti. Biz aytamiz, olib beramiz. Qaytalanish bilmaymiz. Epstein virusini davolash kerak deymiz. Bo'ldi, menga mana shuni olib bering. Bola juda qiynaldi. Uxlagan payti havo yetmasa apnoe ish qolar ekanda. Qildik, yaxshi. Hozir qilganimizga taxminan 2 yildan oshib qoldi. Hozir kungacha kelib tekshirib turadi, yo'q qaytalanmadi. Bu ham общий narkozda bo'ladi. Общий narkozda, lekin zamonaviy, standart va xavfsiz. Xavfsizligi aytganlaridek ko'z bilan ko'rib kamerada
100% adenoid to'qimasi tegi bilan, ildizi bilan olinib, undan keyin gemostaz etapi deymiz, ya'ni qon to'xtash etapi deyiladi. Qon to'xtatish etapi ham kerakli joylarni o'sha qonayotgan qon tomiri lazer deydi xalq tilida, doktorlar tilida koagulyator deymiz. Koagulyatorda o'sha qon tomiri kuydiriladi, bo'ldi. Безопасность tomonidan oladigan bo'lsak, xavfsizlik bu mana bu eski usul bilan oladigan bo'lsak, solishtiradigan bo'lsak, xavfsizlik darajasi juda ham bu yerda yuqori hisoblanadi hozirgi bu zamonaviy usulda. Ya'ni narkoz ostida bola hech qanaqa psixologik stress uxlatiladi va og'riq qoldiriladi shunda bolada. hamma mana Boshqa shunaqa apparatga ulanmaydi. yo'q, apparatga ulanadi, narkoz apparati, o'pka narkozi ostida bo'ladi u holat ham. Lekin haligiga solishtiradigan bo'lsak, mahalliy bilan bola psixologik stress ham juda yomon qattiq ta'sir qiladi bolalarga. Undan keyin nechta bola duduklanib qolgan bolalar. Eng muhimi mana shu. Psixologik ruschasiga болезнь белого халата deydi. Butun umr keyin doktorga borgisi kelmaydi shu odamlar. Yoshligida esda qolib ketgan детский travma bor. Bu erta kasal o'zi ham, ya'ni aytadi, o'z bela oxirga taqab boradi deydi. Shunga sabab yoshligida qaysidir olgan travmalari sabab bo'ladi keyinchalik bolalarda. Shuning uchun hozirgi xavfsiz narkoz, xavfsiz sistema bo'lganda maksimal shu sistemani qo'llagan yaxshi. Ingalyatsionniy deganligi uchun narkoz apparatda bo'ladi. Ingalyatsion narkoz. Nafas yo'li orqali berib turiladi. Doimiy. Ham qonash asorati deyarli bo'lmaydi. Sho'g'roviga gapingiz bo'laman deb. Narkoz berasizlar-ku bizani bemorlarimizga. Endi chiqib operatsiyadan keyin holatini ko'rish uchun kiraman deb palatalarga, ota-onasiga qarab, bolam bugun operatsiya qilmadik. Hammasi yaxshi ekan desam, bolam so'rab, "Bugun ketasan, bo'ldimi? Qilmaydigan bo'ldi" desam, "Bo'ldi, ketaman, menga kerak emas operatsiya" dedi. Operatsiya bo'lgan bemorlar, bolalar ham operatsiya bo'lmagan deb, "Men bugun qilishmas ekan, ketar ekanman" dedi. Ya'ni shu darajada ota-onasi so'rayman-da, keyin bolada sezdingizmi operatsiya bo'lgan desam, "Yo'q, sezmadim. Uxlab turgan deb bo'ldi" deyishadi. Shuning uchun haqiqatan Tez o'ziga keladi bola. Ha, tez o'ziga keladi. Hech narsa bo'lmaganda boyagi septoplastika mavzusida перегородка. Endi uni o'sha o'z aytdingiz-ku, показания, kimlarga показания bor, u aniqlanadingiz va endi kimlarga umuman yo'q показания yoki burun qiyshiqligi bor, lekin nafas olishda haqiqatdan muammo bordi, lekin unga operatsiya qilish mumkin emas. Bo'ladimi shunaqa holatlar? Ulardan ko'p bo'ladi-ku. Birinchidan, yoniq kasalliklar, masalan, sahar bor. Undan baland bo'ladigan bo'lsa, biz olmaymiz. Birinchi sahrni davolash kerak. Tushirish kerak sahrni. Uzoq muddatga tushirish kerak edi. Masalan, bugun insulin oldi, erta keldi, sahar 7 ekan, misol uchun olsangiz bo'ladimi? Yo'q, unaqa mumkin emas. Ya'ni endokrinologimizda bor. Bizga shu saharni endi ko'pincha aytadi 9 dan eng pasti 9 dan baland 9 bo'lsin deydi. 9 dan ko'tarilib ketish kerak emas edi. Men o'zim aytaman 10 dan baland bo'lishi kerak emas edi. Xo'p, bu bir. Ikkinchisi semizlik. Haddan tashqari semiz. Masalan, indeks massa teli 35 dan boradigan bo'lsa, Salamas indeks. Nima muammo bo'ladi semizlik? unda burundagi operatsiyada. yo'q, burunda muammo bo'lmaydi. Nima muammosi bor? Bizda muammo bo'lmaydi. Masalan, endi ko'pincha xirurglarda muammo kamdan kam bo'ladi. Anesteziologik muammo bo'ladi-da, to'g'risi. Vastarliniyada muammo asosan. Vastarliniyada emas, anesteziolog narkozda. Narkoz davrida. Narkoz davrida. Narkozga kirish, narkozdan chiqish holatida turli intubatsiya bo'lishi mumkin. Mesni qilsa bo'ladi. Agar menga narkoz bilan semiz odam qilsa bo'ladi. Endi bitta qarshi ko'rsatma davleniya bo'lmasa agar qilsa bo'ladi. Bunaqa holat ham bo'lgan, masalan, anesteziolog отказ qiladi, yo'q, ожирение bor ekan, davleniya bor ekan, biz bera olmaymiz deyishadi. Misol uchun. Keyin biz aytamiz, mahalliy usul tavsiya beramiz, endi bir oz og'riqli bo'ladi, неприятный ощущение. O'zingiz ham qildirgansiz. O'sha paytda 5 yil bo'libdi. Nima bu? 2020 bo'lumida. 20 mart oyida bo'lganmiz. Endi 6 yilga qarab ketdi-yu. Endi o'sha men anaqadan mana aytib qo'yay gapimni. Men ham mesni qildirganman-da. Ha, u paytda narkoz bor edi. Hamma narsa bor, zo'r. Imkoniyat ham, sharoit ham bor edi. Ya'ni o'zim ishlagan klinikada ham bor edi narkoz. Ko'pchiliklarni shu mahalliy narkozda qilganligim uchun qanday ощущение bo'lar ekan deb mahalliyda qildirganman. Ya'ni og'riqli qay darajada bo'lar ekan? Qildirsa bo'ladimi? Yaxshigina og'riq bo'ladi. Mesni bo'lganman, men ham o'shanda birinchi aytib qo'yraman, Shavkat o'zingiz anaqangiz, qondoshingiz operatsiya qilgandilar deb. O'shanda esimda bor, mana hozir narkoz haqida ketdi-ku, mana umumiy narkoz haqida ketyapti, organizm qanaqa reaksiya qilishi. Men mesni narkozda qilganman. Shu yotqizib qo'yib tepadan endi lampa tushib turibdi, ko'zingizni yopib qo'ying, sen yopib qo'ying, tinchgina yota qoling deganman-ki, og'riq qoldirish boshlangan, ana og'riqsizlantirish boshlangandan navakayin bilan, oddiy navakayin bilan burunga berish boshlandi. Azgandan keyin o'zim yomon his qilganman-da. Hali operatsiya boshlanmadi, lekin shunaqa tushunib bo'lgan, bu kerak emas operatsiya, turib ketgim kelganda. To'xtang, g'alati bo'lyapman, mazam g'alati qochyapti, g'alati bo'lyapman desam, ko'zimni ochib keyin bo'ldi degan, Shavkat o'shanda sizda davleniya tushyapti, navakayinga ta'sirchanligingiz yuqoriroq ekan.
unaqa holat bo'lib turadi o'zimizda. Unda asta sekinlik bilan, ya'ni kam berib chuqurlashib kirib ketaveramiz. Bitada berib olmayman ko'proq dozani turib, qilganini eslayman, o'shanda his qilganman o'zimni qanaqa oddiy namakayni o'zi ta'sir davleniyam tushganda o'zim yomon his qilganman. Keyin o'sha eng chuqurga kirib borganda ham o'sha ozgina og'riqli joyi bor deganda o'shanda mana mana shu joyga urg'u bergan ko'p xirurglar mana shu joyda qoldirib ketadi. Mana shu joyni olmaydi. Shunaqa. Og'riqli bo'lganligi uchun messenda bo'lsa olmaydi-da, chiqib ketadi, keyin ana shu осложнение beradi. Odam keyin o'zida yengillik his qilmaydi, yana burun bitish boshlaydi deganda, shu oxirigacha ancha ozgina baqiraverasiz degan, qattiq his qilganman, og'riq qilibdi. Men u yoqqacha bora olmayman degan, og'riq qoldirish uchun. O'sha suyagingizga yaqin joy, o'tgacha bora olmayman, lekin olib tashlash kerak. U yog'iga mujik bo'laverasiz degan, ozgina. Yo'q, shunaqa deysiz, lekin hozirgi kunda ham, ya'ni kimligini anaqa aytib o'tirmayman shaxsi. Yosh doktorlarimiz ham o'sha siz aytgan joyni olib tashlab ketishyapti-da. Operatsiyadan keyin yana 5-6 oydan keyin burun bitadi. Bu mana 5 yil oldingi Shavkatning gapida, Shavkat degan tashlab ketadi, hattoki yaxshi mutaxassislar tashlab ketganini ko'rganman. O'zimga qaytib keladi kasallik, qayerda bo'lgan operatsiya, palonchida bo'lgan. Desa, mana bu joyda tashlab ketgan, qilmagan shuni turib, endi unga yana boshqatdan kirish kerak, boshqatdan o'sha joyga borish kerak, boshqatdan operatsiya, rasxod, salomatlik. Bitta mana shu joyga kelganda ko'p xirurglarimiz yo eringanidan, yo anaqa qilmay, bu yog'idagi askolkalarni ko'rsatishadi. Kasalga mana tog'alarni olib tashladi deyiladi, lekin chuqurda qolib ketgan. Bu baribir muammo olib keladi. Biz o'shani oxirigacha yetkazib qo'ygan holatlarimiz bo'lgan deganda-da. Bu faqat mesni narkozda bo'lganda bo'ladimi yo Yo'q, o'shida ham bo'ladi. O'shida ham qoldirib Ha, yuborishadi. o'shida ham bo'ladi. Yani qoldirishi asosiy sababi endi nima deydi? Yoshda hali. Tajribasizlik qilib, o'sha tegi yeta olmasdan, men qilib bo'ldim operatsiyani deb. Operatsiyadan keyingi o'sha jarayon tugidi, o'shani to'liq baholayolmaslikda. O'zi nafas olish faqat burun to'sig'iga bog'liqmi? Boshqa Yo'q, nafas olishga qiyinchilik tug'diradigan nimadirlar yo'qmi? Mana o'sha savol как раз septoplastika bo'ldi, buni perigardga to'g'irlandida, lekin baribir ozgina vaqtdan keyin nafas olishda muammo. Misol men o'zimda ham bor muammo. Chap tomonda qiynalardim, perigard to'g'irlangandan keyin yaxshi bo'lgan, lekin vaqt o'tib baribir chap tomonimda qanaqadir muammo nafas olishda. Shunda chig'anoq bilan deyilyapti. Chig'anoqda muammo bor. O'shani yana ozgina qanchina qilish kerak degan gap bor. Ko'pchilik shunaqa paytda xirurg aytmaydi, yaxshi qilmagan deyishadi. Shunaqa. Shunaqa holatlar O'rtacha manaqa ham borda, bu yerda ozgina ilm nazari ham bor. Xo'p, men ko'pchilik tushuntiraman. Operatsiya qilgandan keyin yaxshi nafas oldim, 1 oy, 2 oy, 3 oy, keyin sekin yopirishga boshladi, ya'ni yaxshi nafas olmaslikka boshladi deyishadi. Men so'rayman, uxlaganingizda burun bilan nafas olasiz, og'iz bilan? Burun bilan. Og'iz nafas olmaysizmi? Yo'q. Muammo emasmi? Muammo, lekin baribir tomon bitganga o'xshaydi deydi. O'zi normal holat bu. Galma-gal ishlash kerak to'g'ri. Mana u nafas olganingizda tashqi muhitdan kiradigan havo to'siqsiz kirib ketishi kerak emas. Chunki bizning chig'anoqlarimiz va hattoki burun to'sig'imiz yuqori qismida ham o'sha tashqi muhitdan kiradigan havoni namlab beradigan, iritib beradigan, issiq havo bo'lsa sovutib beradigan, chang ushlab qoladigan, virusdan ushlab qoladigan sistema ishlashi uchun mana tashqi muhitdan kiradigan havo tekis kirib ketishi kerak emas. Barmuncha qilib kirishi kerak. Asosiy vazifasi shu. Nima qilamiz? Operatsiyadan keyin bizda tampon qo'yilgan bo'ladi, eskirdi, hozirgida splint qo'yilgan bo'ladi. Olib tashlagandan keyin qog'ozni ochuv, yo'li, nafas olish, bemalol nafas olish, "Ay, mazza qildim" deysiz, zo'r deysizda, sekin anatomiya o'zi tiklaydi. Ya'ni normal holatga keladi. Bu bemalol nafas olishingiz u normal holat emas. Siz agar shunaqa 3 oy yuradigan bo'lsangiz, o'pka sog'lom bo'ladi. Shamolib ketadi, qurib ketadi o'pkangiz. O'zining burunni funksiyasi bajarmayotgan-da. Sekin chaqishadi, qanaqa o'z holatiga yaqinlaydi. O'shani ishlashga boshlanadi. Shuning uchun u narsaga juda unaqa qattiq Hid bilishga anaqasi yo'qmi? Ta'siri yo'qmi? Misol bilan septoplastika hid bilish kamaytirmaydimi? Yo'q, chunki septoplastika tepada bo'ladi. Ungacha bormaydi, faqat tegini. Bizlar burunni teguvchidan bir qismi dihatali zona deymiz, ya'ni nafas olishga ishtirok etadigan joy deymiz-da. O'sha yerda to'siq bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda ishlaymiz. Chig'anoq bo'ladimi, palib bo'ladimi yoki burun to'siq qiyshiqligi bo'ladimi, o'shani to'g'rilaymiz. Tepaga tegmaymiz. Tepada qon tomirlar bor, nerv bor. Obunachiimda kecha savol tushdi-da mana shu masalada. Yoshim 50 da dedilar, yoshlari katta aka, bizdan 10 yosh katta bo'ldi shu taxminan. Oson 2-yilda operatsiya bo'lganman dedilar. Yosh bo'lgan u paytda shu burnimni ikki tomonlama endi ular tushuntirishlar bo'yicha shilla qavat ishib bordi, hattoki burunda nafas olishim juda qiyinlashib qoldi deyaptilar. O'sha paytda endi lorga borganlarda endi tushuntirishlar bo'yicha xuddi ana bo'r mashina bor. O'shanga o'xshab, xuddi men o'yladim, teshib kengaytirib qo'ydi deb o'yladim dedilar.
burun teshigini. Nafas olishim yaxshi bo'ldi, hammasi o'ziga keldi, lekin oradan vaqt o'tib, endi allergический holat bo'lyapti, allergiya beryapti deyaptilar. Va hozirgi kunda mana именно allergический rinit bo'lib qoldim deyaptilar. Endi shuni lechenasini qila olmaymanmi, lechenasi bormi, shuni yo'qmi degan bir Yo'q, bor. Allergiya hozir ko'pchilikda bor-ku, tashqi muhitda har xil anaqani o'zgarishi, muhitda o'zgarishi, havo. havoni, yeyotgan narsalarimizni o'zgarishi o'sha allergiyaga sabab bo'lishi mumkin. Allergiyaning turlari juda ham ko'p. Aynan bizaniki allergik rinit, ya'ni burunda bo'ladigan allergiya holati, o'sha chig'anoqlar kattalashadi, burundan suv keladi, aksarib qoladi ketma-ket 4-5 martalab. Yana bitta belgisi o'sha allergiya qo'zigan paytida hech bir shoq olib qoladi. Uzoq muddat davolanmasa, ko'p ba'zi holatlarda burundan polip o'sishga sababchi bo'ladi, ya'ni substrat bo'ladi. Sizga kela olmasalar ham Surxondaryo turali yaxshi mutaxassisga borib, o'sha allergik rinit o'zini davolasa O'zini bo'ladi. kerak. Hozirgi kunda o'zini davolash kerak, dieta parhez qilib turib, o'zi spreylab o'shani sepib tursa, inshaalloh ham allergiya qaytalanmaydi, ya'ni uxlaydi. O'zi butun umr shunaqa bo'lmaydi, allergiyani uxlatiladi. Ham polip o'sishga muhit yaratilmagan bo'ladi. Ozolanadi. Hozirgi kunda moda bo'ldi deymiz, rinoplastika. Burundiga Juda formasini o'zgartirish, o'ziga qarash, ko'proq qizlar qiziqishyapti. ayollarda. Burnini ko'tarishyaptimi, shu ko'proq modami? Endi nima burni ko'tarilgan qiz deyish uchunmi endi? Mana shu rinoplastika masalasida mana siz Yevropaga taqlid deydi. Qachon o'zi rinoplastika qilish shart deydi va qachon Ko'rsatma deymiz-da. ko'rsatma deymiz, san til bilan aytganda, qachon ko'rsatma 100% qilish kerak, rinoplastika qilish kerak va qachon umuman ya'ni taqiqlandi rinoplastika qilish. Mumkin emas unaqa odamga qilish. Siz o'zingiz mutaxassis sifatida ayting, shuni nima deya olasiz? Xo'p, rinoplastikani 2018-yil boshlagan bo'lsam, juda ham ko'p bemorlar kelishadi. Burnimni shaklini o'zgartirib bering deb. Xo'p, o'zimni tajribamdan va o'zimni ilmimdan kelib chiqib aytaman. Ya'ni kimlargadir bu shablon deb aytolmayman. Ya'ni hammani o'zini kriteriyasi, o'zini Hamma vrach o'zini qarashi bor. qarashi bor, Sizni qarashingizni kriteriyasi bor. Men o'zimni tajribamdan, o'zim ilmdan kelib chiqaman deb. Xo'p, bir nechta ko'rsatma bor rinoplastika qilishga. Masalan, qilish shart bo'lgan bemorlarda. Shart deymiz. Mana ko'p bemorlar kelishadi, ya'ni ota-onasi bilan, ko'pincha 18-20 yoshda. Qizlar, asosan qizlar. Bolalar ham bor, aytib beraman misoldan hozir. Bolalar ham bo'lgan. Xo'p, nima shikoyat? Burunda ozgina garbinka bor yoki burun o'zimga yoqmayapti yoki burun uchini ko'tarib bering. Yevropeyskiy nusxa bering. Men aytaman, yo'q, mumkin emas. Siz yo'q, mumkin emas. Sizda ko'rsatma yo'q rinoplastikaga. Agar nafas olishga qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, burun to'sig'ini to'g'rilab beraman, lekin tashqi shaklda o'zgartirib berishga ko'rsatma yo'q. Xo'p, ota-onasiga va o'ziga eshittirib, qisqagina, lo'ndagina o'zimni kriteriyani aytib beraman. Ya'ni bu kriteriya ham o'zim shaxsiy tajribamdan, shaxsiy ilmimdan va butun dunyoni olimlarining xulosalari. Ya'ni Misrda fatvo chiqqan, shu fatvoni aytib beraman. O'zimni olgan aynan rinoplastikaga bo'lgan. Boshqa plastikalarga men anaqam yo'q. Xo'p, bir necha ko'rsatma bor. Birinchi ko'rsatma, sanayman, burningiz, ya'ni organ noodatiy burun bo'lsa. Tushuntirib beraman, tushuntirib beraymi qanaqaligini? Masalan, siz bilan bu meni burnim odatiy holat, ya'ni men sizga qaradimda, norma. Sizga qaradimda yana qayta qarashga majbur qiladigan burun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni noodatiy burun, ya'ni bizlarga o'xshamagan burun, kattaroq ekan, qiyshiq ekan, qalinroq ekan, kartoshka burun ekan, har xil terminlar ko'p bo'ladi. Bu birinchi shart. Noodatiy burun bo'lsa, anatomiy holat bo'lsa. Ikkinchisi kulgiga sabab bo'ladigan bo'lsa. Birosdan kulish. Shunday qaradim. İçimde kulib qo'ydim. Yoki sizga aytdim. Mana qizni burni katta ekan, tipa bolani burnini. Kulga sabab bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, uchinchisi hayotida orttirilgan deformatsiya bo'lsa. Travma bo'lsa. Asosan o'g'il bolalarda mushtlash bo'ladi. Qizlarda ko'pincha avtoavariya bo'ladi. Ya'ni boshqa avariya bo'lgan paytda mashina burun bilan tarpetkaga oynaga tegishi mumkin yoki bexosdan ko'cha-ko'ydan travma bo'lishi mumkin. Ya'ni tashqi burun qiyshiq bo'ladigan bo'lsa. Bitta qaradingiz, haqiqatan qiyshiqni ko'zingiz ko'ryapsiz. Lekin ahamiyatsiz nomiga qiyshiqligi emas u ham. Konkretno qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bu uchinchi sabab. Xo'p, to'rtinchi sababi tug'ma qiyshiqligi bo'ladigan bo'lsa. Zaychi gubbalarda ham burun tashqi defekt bo'ladi. Bitta qanot yo'q bo'ladi, bitta qanot kirib ketgan bo'ladi. Xo'p, mana shu bir nechta ko'rsatmaga binoan men bemorni saralayman bemordan. Ko'pincha so'rayman. Birinchi, nima shikoyat? Konkretno. Yo'q, nafas olishim yaxshi emas. Ya'ni bemorlar ko'pincha
o'zi ham bilishadi, bilib turadi, operatsiya qilish shart bo'lmaganligini. Ya'ni gapni bundoq aylantiraman. Nafas olishim qiyin deydi. Bildirib olsa bo'ldi. Ha, tekshiraman, ha, haqiqatan qiyin nafas olishim. Buni to'sib to'g'rilash kerak. Shu bilan bitta tashqi muhitda, tashqi bo'g'in ham o'zgaradimi deydi savol. Sekin tiqib ketmoqchi bo'ldim. Yo'q, o'zgarmaydi. Faqat ichini qilamiz bo'ldi. Tashqi bo'g'ini o'zgartirsa bo'ladimi deydi. Keyin nima maqsadda deydi. Anaqa ko'rdim, bunaqa ko'rdim. Ko'pincha hozir trendda bo'layotgan Instagram ko'radi, do postini ko'rishadi. Mana bunaqa bo'lim ko'rishni xohlayman deb, ota-onasi ham shuni. Qaysidir xalqlarda shunaqa burnida garbinkasi bor. Gruzinlarda bo'lishi mumkin. Armiyalar, gruzinlarda bo'lishi mumkin. U demak xalqqa xos burun-da, o'zi. Endi bizda o'sha o'zbeklarda shunaqa burun bo'lsa, siz u pakajani bo'lmaydi, siz operatsiya qilishda. Endi qarang, bu ham bitta anaqadan kelib chiqadi, ya'ni nima deydi, joylashuvdan kelib chiqadi. Masalan, O'rta Osiyoda bunaqa burun bo'lishi kerak emas, misol uchun-da. Hammada ya'ni kulgiga sabab bo'ladi deb kulgiga sabab bo'ladi. Agar bu hamchi shaxs o'zidan kelib chiqaman-da. Masalan, bir xillari bor-da, katta burun lekin umuman o'zini qilmaydi. Yaxshiman deydi, zo'rman, mana shu burun Alloh menga bergan. O'shani qabul qiladi, u hech kim rusum kulsa ham bor qol deydi. Alloh mana shu burun bergan, mana shu burun menga yarashib turadi deydi. Misol uchun, unga tekis kerak emas. Uni brendi-da u. Ha, uni brendi o'sha burun bilan tanilgan. O'sha burun bilan xursand u, misol uchun-da. Jean-Paul Belmondo masalan. Ha. O'zi anaqa qilmaydi-ku o'ziga. Nima deydi? Xullas. Hop, ya'ni xuddi mana shunaqa bemor qizlar kelishadi. Mana shu burnim katta, ko'chaga chiqolmayman yoki maska taqib yuraman. Maska taqmasam yangi kurukdagilar sindoshlar indamaydi. Siz o'rganib qo'ygan bo'ladi. Yangi kurukka kiradi, 16 yoshdan keyin kollej kiradi, institutga kiradi yoki qanaqa podgotov kursga borishadi. O'sha kurukda gap boshlanadi. Diskomfort bor. Ha, siz burun bunaqa ekan, operatsiya qildirsangiz bo'ladi. Siz bunaqa ekan deb, hattoki bolalar hazillashib, katta burunli palon qizmi deydi. Unda men o'zimni kriteriyim aytaman yana, unda ko'rsatma borda hisoblayman. Bu ham baribir nisbiy ko'rsatma. Ya'ni o'sha jamiyatdagi u odam o'zini o'rnini topa olmasligi bir sabab bo'lib qoladi. Jamiyatdan o'zini olib qochishi, odamlarga kontaktga kirishmasligi, yangi auditoriyaga kira olmasligi, ya'ni uni hayotidagi o'rni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Qanaqa kamchilik sanaydi-da. Keyin yana bitta hamma qiziqtiradigan savol. Rinoplastika operatsiyasi qolgan operatsiyaga nisbatan qimmat. Hamma joyda narxlar har xil-da. Bu narx nimaga qarab chiqariladi o'zi? Hop. Qimmatli keladigan bo'lsa, juda ham qiyin operatsiya. 3 soat, 4 soat bo'ladi o'rtacha. Bizda reklamada dopostli tepa 20 ming bo'lganini ko'rsatadi-yu, lekin juda ham qiyin operatsiya. Ko'p odam ham qilmaydi, qilgan odam o'zi o'tgan o'zi biladi qiyinligini. Narx har xil keladigan bo'lsak, yangi boshlayotganlar arzon qilishadi. Ya'ni 10 ming ham qilib qo'yaveraman, 8 ming ham qo'yaveraman bo'tgani. Tajriba ortmoqchi bo'laman. Yo, narx nimadan kelib chiqadi? O'sha yerda operatsiyaning jarayon uzoqligimi yo murakkabligimi? Hamma narsa Nimaga baholangan? Hop, ketadigan rasxodi ham ko'p. Oddiy masalan anesteziologik ketadigan dorilar ham oddiy septoplastika qaraganda 6 barobar ko'proq ketadi. Masalan, septoplastika men 20 minutda qilaman o'rtacha. Hatto 5-7 minut qilgan paytlarim bo'ladi. Sложный bo'lsa 20 minut, yarim soat bo'ladi. Agar septoplastikani butun narkozini 30 minutda taniydigan bo'lsak, bu operatsiya 3 soat. Ya'ni 6 barobar ko'p narkoz ketadi. Ko'p rasxod. Dori rasxod. Hop, bunga ketadigan rasxod materiali nisbatan ancha qimmatroq. Adashmasam 10 barobar ko'proq ketadi septoplastika qaraganda. Hop, undan keyin tajriba operatsiyaning jarayoni o'zgarishi, mas'uliyat, ilm, tajriba talab qiladi. Va ishlatiladigan hamma yana tibbiyot uskunalari, qimmat tibbiyot uskunalari ishlatiladi. Har bir vaqt ishlatilgani har bir deylik $30,000 apparat ishlatyapti. 1 yilda amortizatsiyasi bo'ladi uni ham misol uchun. Sinadi u ham, yangi olishga majbur bo'ladi. Uni ham misol uchun navoga bu ham sabab bo'ladigan faktorlardan hisoblanadi bu. Shu aniqmi? Rinoplastikani kimlarga отказ qilasiz? Mana keladi-yu bemorlar. Xo'p, kimlarga ko'pincha отказ berasiz? Отказ qiladiganlar yosh qizlar. Bukvalni adashmasam bir hafta ham bo'lmadi. Ya'ni siz pakazani ko'rmadingiz, отказ qilaverasiz. Pakazani hozir konkret aytib beraman, qanaqa bo'lganini otasi bilan kirib kelyapti-da, bemor. So'rasam yoshi 20 yosh. Burun to'sig'ida ozgina qiyshiqligi bor, lekin kelishdan asosiy sabab rinoplastika kelgan. O'zi pakazani ko'proq septoplastika. Ozgina qiyshiqligi bor, ozgina. Lekin shikoyatida nafasda muammo yo'q. Yo'q. Ozgina aytyapti, u ham gap o'yini qilib. Xo'p. Chiroyli qiz, oppoq, bo'yi uzunroq, adashmasam 170 bor. Mendan sal kichikroq edi, lekin yo'q demayman, ozgina garbinkasi bor. Ozgina garbinkasi. Lekin shu qizga shunaqa yarashib turibdi, u garbinkasi, yoni adalari ham turibdi. Keyin maqsad nima desam, shunaqa. Otasidan so'radim. Qachon bu rinoplastika qildiraman deb qoldi sizga?
Masalan, 5 yoshda qildiraman demagan-ku, to'g'rimi? 10 yoshda yetmagan. Shu oxirgi 6 oydan beri hammasi Instagram ko'radi. Do'pposli mana buni qildirishim kerak deb. Qo'pol akani holi jonim qo'ymayapti mana. Yo'q dedim, tushuntirib berdim. Shunaqa shunaqa. Alloh chiroyli sizga husn bergan, chiroyli burun bergan. Bu burun vazifasi tashqi ko'rinish chiroyli bo'lish va asosiysi nafas olish, hid bilish. Xudo ko'rsatmasin, mana shu qilaman desangiz, birinchidan o'sha qilgan operatsiya sizga yoqmay qolishi mumkin. Orqaga qadam yo'q o'zi. Men bu burun menga yoqmadi, eski burun qaytarib beradi deyishga orqaga qadam yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchisi, burun o'zida burun bo'lmaydi shu. Ushlagani taxtam ushlaganda ushlaydi. 6 oy, 1 yil, 2 yilgacha mana shu qiladi. Xuddi gipsdan yasab qo'ygandek bo'ladi. Travmasi qiyshayib qolishi mumkin, sinishi mumkin. Xo'p, uchinchidan katta operatsiya bu. 3 soat operatsiya. O'sha boyga yana narkoz jarayoniga qaytaveradi, xavfiga. O'sha xavf. Chimagan joyi qish bo'ladi-da. O'sha xavf saqlanib qoldi u qizda ham. Yosh edi, ozg'in edi, xavf yondosh kasal yo'q edi degan narsa bo'lmaydi. Unda o'sha xavf bor. Ya'ni sepganda qichmagan joyini qashish yo'q joydan. Misol uchun, tuppa-tuzuk chiroyli qiz. Otasiga aytsam, otasi mana o'shani tushuntira olmayapman qizimga. 5-6 bolani qo'yib qo'yib anaqa berish kerak ekan-da bahona unda. Mana shunaqa deyman. Shuni yo'lga qo'yib bolalarni Yo'q, chaqirib xonaga olib kiradi. Bu real gap. Mana 5 ta bola baho beramiz. Bunisi chiroyli, chiroyli emas. Bir qillar yaqin odam bo'lib ketadi-da. Olmanga kelib yurgan, o'sha qilganda o'ziga kelib qoldim, ko'rib bering deyman. Siz begona emassiz. Tashqaridan doktor chaqiramiz hozir. Mana shu qiz bitta ko'rganda, shu qizda nima defekt ko'ryapsan, ya'ni kuliga sabab bo'ladigan yoki qanaqadir xunuk narsa ko'rsan, so'rayman sizdan. Boladan so'raysiz, guvoh bo'lasiz. Keyin o'sha yerda shogirdlarim bor, xonam 4-5 ta ko'rishadi, baho berishadi. O'sha joy o'zida nima ko'ryapsan mana shu qizda? Bitta qaragan. Hech narsa ko'rmayman. Burnigacha chiroyli burun. U ironiya bilan gapirmaydi o'tdi. Ya'ni masxara emas, ya'ni kulib emas. To'g'richi masalan qiladi. Neytral baho beradi. Neytral baho beradi. O'sha narsa u qizlar eshitadi, uydagilarim eshitadi. Mana qizim ko'ryapsanmi? Mana doktor to'g'ri maslahat berdi. Men aytaman, keyin bu narsa bilan boshqa joyga ham borib o'tirmaydi. Hozir har bir doktorlar chiqib ketishgan. Misol uchun kimgadir anaqa joyim yo'q masalan-da. Psixologga tavsiya berish kerak bo'lar ekanda. Da, Sizdan psixolog. Ozgina ilm olish kerak, noshkorlik qilish kerak emas. Allohning yaratgan husniga biz o'zgartish haqqimiz yo'q. Ya'ni-da, Muammo bo'lmaganligi uchun. muammo bo'lmaganligi Muammo uchun. bu yo'q-da. Ha. Hop, operatsiyadan keyin shunaqa holatlar bo'ladimi? Xunuk chiqib qoldi, yoqmagan holatlari, yo'qmi kimdir urib olib, qiyshayib qoldi, mana shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Operatsiyadan keyingi shikoyatlar. Bo'ladi, ko'p bo'ladi unaqa. Endi hammamiz boshida o'tganini o'zi biladi. Rinoplastik qilgan xirurglar. Hop, oldingi burnim yaxshiroq edi. Bunaqa xohlamagan edim. Ya'ni operatsiya bo'lgan, 6 oydan keyin travma bo'lib, boshiga o'g'lini yoki jiyani kallasi tegib ketgan, burni qiyshayib qolgan. O'zi qancha avaylab yurish kerak burunni? Endi Kimlarni kimlardir yetib ketish uchun? Kimlardir 6 oy deyishadi. Men aytaman, kamida 6 oy, atak 1 yilgacha. 1 yildan keyin u 80-90% eski holga qaytadi. Ya'ni yumshaydi ozgina, o'zi qo'l ushlasa, burun ushlayotgandek yumshaydi, sezadi. Tajribada bo'lmaganman, bir xil bosar-usarni bila olmaydigan odamlar bo'ladi. Men buni olganda qil korоче degan joylar Bo'ladi. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sen ishini qil, bu meni o'zim muammoyim. Shunaqa dedi. Pulingni olganda qilib ber korоче. Nechi pul deydi? Misol uchun, bizada 8-20 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, первичныйsi. Bo'ldi, sizga pul to'lasam farqi yo'q emasmi? Qo'yavering deydi. Yo'q, farqi yo'q emas. Aynan bizning klinikada farqi yo'q emas. Nafaqat rinoplastika, boshqa operatsiyalar ham, misol uchun, bor operatsiya boshqa, misol uchun ko'rsatma bo'lmasa qilmaydi. Biza botdan olgan pulimizga emas ko'proq yo'lda javob berishga o'ylaymiz. Birinchi savol shu. Men qiynaydigan. Qilishim kerak emasmi? Olaman, u pulni bir qatla yo'q qolishi mumkin, misol uchun-da. Bolamga yedirishi mumkin, lekin qanchalik halolligini o'ylaymiz-da, keyingi javob beraman. Demak, sizni kriteriyingiz shunaqa. Demak, odamlar ko'rayotganlar ham xullas kelib o'tirmanglar, chiroy qilmoqchi bo'lsanglar, o'zingizcha kelib o'tirmanglar deb qo'yamiz. Aynan bizga boshqa hammaga ham. Sizga kelib o'tirmasin, qolgan uchun javob bera olmaysiz-da. To'g'ri, menga kelsa ham bo'laveradi. Baribir отказ oladi. Yo, o'sha bekor ovora bo'lmasin demoqchiman. Haqiqatda muammo bo'lsin, kelsin, ko'rsin, yechimini olib ketsin. To'g'ri, ota-onaga ham maslahat bergan bo'lardim, ota-onalariga ham. Instagramda ko'rib, bola qildiraman desa rozi bo'lish kerak emas. Ko'ryapsizlar, juda ham ko'p narsalar bo'lyapti hozir. Olamda nafaqat O'zbekistonda, propaganda to'g'ri. U chet ellarda xuddi o'sha qilsa bo'ladi. Median ta'siri. Mana o'zingiz yurg'izasiz, yurzaman. Instagram yurg'izasiz, Instagramda borsiz. O'ziga nisbatan подписчикlar bor, kuzatuvchilar bor. Sen yurg'izasanmi Instagram? Instagram. Ayniqsa ular kelsa. Operatsiyadan yurg'izamiz biz. Biz operatsiya yurgizsak bo'ladi. Ansiolog kerak emasmi shunday Yo'q, Instagram? kerak emas. Uni xirurglar o'zi topib qoladimi? Ha? Xirurglar o'zi topib qolishadi ansiolog. Yaxshi ansiolog bo'lsa, ana pul qolmaydi dedi. O'shaning uchun bizning klinikada
shtatda 4 ta anestezolog bor. 8 ta xirurgimiz bor. Xirurgga har doim natijasi anestezologga bevosita bog'liq bo'ladi. Mhm. Yaxshi anestezolog topish xirurg interesida bo'ladi. Biz yosh anestezolog olmaganmiz. Hammasida 12-15 yillik staji bor. Staji ham qanaqa? Kichkina klinikalarda emas. Aynan kardioxirurgiyada yurakni operatsiya qiladigan doktorlar. Ya'ni yurakni operatsiya qiladigan doktorlarga narkoz beradigan anestezologlar hammasi. 16-chi gorbanistada, burun xirurgiyada, ya'ni kam tajribasida bu. Juda ham og'ir operatsiyalarni narkoz beradigan doktorlar olganmiz. Bu bizani reputatsiyaga yaxshi ta'sir qiladi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, masalan, yosh doktor anestezologga yoki tajribasi kamroq yoki bundoq joyda ishlagan bo'lsa-yu, uni chaqiradigan bo'lsak, tajribasi kamlik qilib, bizani bemorlarga tajribasizligidan nima qilib qo'yish ehtimoli bor-da. Shuning uchun biz yaxshi anestezologlarni taklif qilganmiz birlashib Demak, o'sha mutaxassisdan so'rab surishtirib topgansiz anestezolog, to'g'rimi? tanish bilish Chunki bunda misol uchun o'zi Instagram yo'q, buni xalq tanimaydi yoki o'zini ko'rsatmagan bo'lsa, faqat shu cheris odam mutaxassisdan eshitib, endi siz mana o'zi chiqyapsiz-da ommaga Instagramda ko'rinasiz, odamlar qilayotgan ishlaringiz, kasallarni davolashingizni xalq ko'rib, sizni mutaxassis sifatida taniyapti, sizga kelishingizga, ko'rishga imkoniyat tug'iladi unda. Endi bu Instagram yurg'izmasin, siz buni taniysiz, lekin boshqa xirurglar tanimaydi-ku buni. Hamma taniydi o'zini. Taniydigan baribir xirurglar shtatda boshqa. O'zi bular hamma joy Haqiqatda shu bitta hamma joyga ham borishmaydi bular. Masalan, bitta klinikaga kelib bizga narkoz ber desa, bular borishmaydi. Birinchidan klinikani o'rganib chiqishadi. Misol uchun talab javob beradimi, bermaydimi. Masalan, bularni reklama qilib ketaylik. Talash bo'ladi. Yaxshi anestezologga klinikani talash bo'ladi. Ular reklamaga muhtoj emas. Chunki biz bilamiz qanaqaligini. Xalq bilmaydi, xalq bizdan tanishadi. Menga ko'pchilik savol beradi. Anestezolog yaxshimi deydi. Bu bir. Ikkinchi savol. Shu anestezologga o'z farzandingizni narkoz berishga berarmisiz deydi. Albatta. 3tasini berganman. 3ta bolamni. Ya'ni bevosita narkoz ishonganman o'shalarga. Ishonganligim uchun hammaga ravo ko'ra olaman. Yaxshi anestezologning tajribasi qanaqa deydi, keyin men aytaman. Ko'pincha men maqtamayman sizga deyman. Gaplashib o'zi bilan bevosita. Chaqiramiz, sizni ko'radi, bolangizni ko'radi, savol javob qiladi. O'shandan hammasi shaxsiy savol berishingiz mumkin deyshadi. Deb aytamiz. Bevosita gaplashganlardan keyin bemorlarimizni gapi zo'r ekan deb qana qilib, rozi bo'lib, bolasini ishonib topshirishadi. Demak, anestezologlarga Instagram yurg'izish shart emas degan fikrdasiz, to'g'rimi? Shunaqa fikrdasiz. Keyin yana bitta savolda, siz o'zingiz doktorsiz, Instagram yurgizasiz. Ijtimoiy tarmoq doktorga qanchalik kerak? Umuman odamni ko'radi, unga ishonch bildirib keladi, qanchalik muhim va qanaqa payt nima yurgizish kerak, yurgizish kerak emasmi? Hop. Hozir har xil doktorlar yurgizyapti-ku. Ijtimoiy tarmoqda bo'lish va o'zini qilayotgan ishini ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Oxirgi yillashangan to'xtamga keldim to'g'rirog'i, oxirgi 2-3 yildan beri. Nimaga? Chunki boya siz aytganingizdek, o'sha soha bo'sh qolib ketyapti-da. Ijtimoiy tarmoqdagi soha bo'sh qolib ketyapti. Uni kim egallayapti? Ko'pincha yoshlar egallayapti. Ya'ni videorolik qiladi, xalqqa taniladi. Instagramda o'zi odatda hamma emas, ko'pchilik faqatgina chiroyli joylarda olib, hayot faqat go'zaldek qilib, o'zini hayoti zo'rdek ko'rsatib kelgan, lekin real hayot umuman boshqacha odam bo'ladi-yu. Demak, vrachlarda ham xuddi shu narsa bor, to'g'rimi? Bor narsa o'sha. O'sha narsa zo'r jarayonni zo'rlarni ko'rsatadi yoki operatsiya qilyapti yoki kasallarni davolnilarni olib chiqdi, ular bilan suhbat qilyapti, o'ziflarni olyapti. Instagram uchun zo'r, bomba qilib qo'ygan Instagramda. Uni ko'rayotgan xalq bor-ku. Eng zo'r mutaxassis bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Podpisчигini soni bor, Soniga qarab har xil yig'iladi, misol uchun taklifga qilib yig'ib olgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Chunki insonlar baribir Instagramda o'tirgandan keyin hozir xolimizmi yo'qmi, podpisчигga qarab baholayapti-da. Agar mutaxassis bo'lmasa shuncha odam podpiska bo'lib kuzatmagan bo'lardi-ku degan baribir psixologik holati bor insonni. Xuddi shunaqa. Shuning uchun endi men endi как mutaxassis sifatida xo'p, yoshimiz 40 ga kiryapti hammamizani. Siz 40 ga to'lib bo'lgansiz, biz 40 yil bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, kimga mutaxassisga bordinglarmi, ijtimoiy tarmoq uni qanaqaligini asl yuzini ko'rsatmaydi. Biz aytganimdek ozgina aldaydi. Ikkita chiroyli video qilib, bitta operatsiya qilib ko'rsatdi degani, podpissiga o'zi 40 mingta degani, zo'r mutaxassis bo'lib qoldi degani emas. Birinchidan yoshiga e'tibor berish kerak. Ikkinchidan qilayotgan ishlariga, uchinchidan aql
zehniga e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa e'tibor berish kerak, uni sana ko'p odam e'tibor balkim bermasa kerak yoki bera olmasa kerak. Qayerda o'qigan, qayerda malaka oshirgan. Yani ustozlari kim? Ustozlari kim, Kimlardir qayerda ta'lim malaka maktab oshirgan, ko'rgan. qaysi maktab ko'rgan va hozirgi kunda malaka oshirib turadimi? Yo faqat ijtimoiy tarmoqda uni qildim, buni qilib ko'rsatib turibdi, misol uchun-da. Ko'p bo'ladi, o'zi qilmagan ishlarni ham ko'rsatib berib, men qilganman desa, oddiy xalq ishonib qolyapti. Bu hozirgi kundagi epidemiya desa bo'ladi. Ya'ni juda ham achinarli holat. O'shaga ishonib qolib, bemorlarda noto'g'ri tashxis bo'lib qolishi mumkin, noto'g'ri operatsiya bo'lib qolgan holatlar kuzatilyapti-da. Masalan, men aytardim, yaxshi mutaxassis, o'z sohasida o'z ustida ishlaydigan mutaxassis yilida kamida 2-3 marta aynan chet elga borib, malaka oshirib, o'zida ishlab, o'qishga borib keladigan mutaxassislar yaxshi mutaxassis deb baholayman. Ya'ni zamon bilan hamnafas deydimi? Chunki rivojlanish baribir Yevropada bo'ladi-da. Ya'ni chet davlatlarda bo'ladi. Odamizga nimadir olib kelishimiz kerak-da. Bu O'zbekiston turib faqat Instagramda zo'rma oqarat kiyib olib, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb podpисчик ko'paytirgani bilan ikkita operatsiya ko'rsatib qo'ygani zo'r doktor degani emas bu. Bunga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bilan men yomonlash niyatim yo'q, misol uchun-da. Lekin ijtimoiy tarmoqqa ishonib, bolalarni topshirish oldin ozgina u haqida ma'lumot Shunaqa oling. holatlar bor-da, men o'zim bilganim. Men ko'proq vrachlar bilan aloqada bo'lganligim uchun shaxsan ushlamaganman, lekin ishonchli vrachlarni o'zidan eshitganman. Instagram zo'r, podpисчиклari ko'p, ya'ni operatsiya qiladi, u kimligi muhim emas. Operatsiyaga misol uchun patsient keladi Instagram orqali, unga ishonib keladi. Haqiqatda ishlarni zo'r ko'rsatadi, operatsiya jarayonlari, lekin operatsiya o'zi qilgan jarayonlardan lavha yo'q, lekin operatsiyadan oldingi, keyingi do'postlar bor-da. Lekin ne ko'z bilan ko'raylikku, eshitaylikki, haligi odam o'zi operatsiya qilmaydi. O'sha Instagram orqali patsient tortib kelyapti. Shuni stolga yotqizdi, o'sha aytganda narkoz ketdi, kasal uxladi. Bo'ldi, mutaxassis kelyapti yoniga-da, joy almashtirib operatsiyani qiladi, oxirigacha yetkazadi. Uyg'otadigan paytda yana haligi xirurg misol uchun kasal ustida bo'ldi, zo'r bo'ldi operatsiyangiz, o'ziga kelasiz endi, bu yoqqa tiklanasiz, bu yoqqa. Lekin afsus bor shunaqa holatda, buni yo'q deya olmaymiz. Bor. Bor Hozir kunda ham bor. o'z ham eshitganlaringiz bormi shunaqa realniy? Kimligi muhim emas, lekin shunaqa holatni men eshitdim-da. Yo'q, bizni Qiziq-da bu holat. men bevosita ko'rganlarim. Kimga aytmayman, O'sha aytolmanda. bevosita Lekin ko'rganlarim. Instagram'i zo'r haqida. Instagram zo'r. Instagram zo'r yuradi, zo'r chiroyli gapiradi. Zo'r gapiradi. Endi Endi kirsiz, baba anaqa sertifikatlar osilgan xonada. Ya'ni marketing xuddi zo'rda. Ya'ni marketingga xuddi zo'r qilingan. Bunga yaxshi mutaxassis ishlagan, marketing bo'yicha unga shu etaj pul tikilgan, lekin shu kasal olib kelyapti faqat. Ya'ni yolg'onda. Ya'ni o'zi qilmas, balki undan zo'r mutaxassis operatsiya qilyapti. Ya'ni zo'r mutaxassis chetda turibdi fonda, parda ortida unga kasal olib kelib beryapti, operatsiyani qilib beryapti. Lekin haqiqatda operatsiyalar muammo yo'q. Asosiyni bo'lmagan haligi mutaxassis zo'r operatsiya qilyapti. Lekin uni nomi chiqmaydi. Lekin zo'r qilib beradi. Bu tomonlari ham bor deydi. Misol uchun Shuning uchun xalqqa aytib ketiladigan bitta tavsiyamiz bu, ya'ni kelayotganingizda biron bir klinikani birinchi o'chirda mutaxassis kelayotgan, xoh xirurg bo'lsin, xoh anesteziolog bo'lsin, bularni haligi gapirgan, ta'kidlab o'tgan momentimiz, ya'ni ish tajribasi, necha yillik tajribaga ega. Undan keyin o'z ustida malaka oshirishi. Misol uchun bu tajriba doktorda kimdadir 20 yil bo'lishi mumkin, bitta doktorda 10 yil bo'lishi mumkin. Lekin 10 yil ichida bu haligi aytgan gaplar Yevropaga chiqib, hamma oxirgi narsani ko'rib kelib, 20 yildan ham ustun bo'lishi mumkin. Shuning uchun orttirilgan tajriba eng muhim. Chetga chiqib, Yevropadan oxirgi zamonaviy operatsiya bo'ladimi, boshqa bir diagnostika bo'ladimi, yangi mana shu kasalliklar ustida doimiy ravishda ishlab yuradigan faktor bemorlar uchun. Yana bitta global faktor bu klinikani jihozlanishi, tibbiy uskunalar bilan, hali aytib o'tganimizdek, eng yaxshi narkoz apparatlar, zamonaviy hamma talabga javob beradigan tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan momentlar. O'sha mana shu faktorlarga agar qarab tanlansa, o'shanda eng bezopasniy, ya'ni xavfsiz yo'l tanlangan bo'ladi. yana bitta og'aynim bor, uni ham kimligi muhim emas. Kardiotarakalniy xirurg deydi. Ana o'sha og'aynimizga ham men o'zim tavsiya berganman. Sen yaxshi mutaxassissan, balki qo'lingdan ish keladi, necha yillik xirurgsan. Birovlar yonida assistent bo'lib ishlab yuribsan, soyadasan. Nimaga Instagram yurg'izib, odamdagi o'zingni borligingni, masalan, mutaxassisligingni, shu sohadagi anaqa olib chiqmaysan deyilsa, javob qiziqda uni bola. Men bundoq ko'raman Instagramni mashinniklar chiqib qolgan. Uni qarash shunaqa. Mashinnik doktorlar chiqib olgan, xalqni aldab, patsient tortib ishini qilib yuribdi, nonni yuribdi deyapti. Men aytolman. Xo'p, sen chiqmaganingdan keyin maydonga sen chiqmasang,
o'rningni kimdir egallaydi. O'sha san aytayotgan mashinniklar chiqadi-da, odamlarni ishontirib kunni ko'radi. Sen chiqqanda maydonga mashinniklarning yuzini ochmaydi, shaxsiy kirma, lekin mashinniklar mana bu ishni qiladi. O'zi asli manmi, to'g'risi manmi deb ko'rsat odamlarga dedimda endi. Shunda ancha bahslashganmiz shuning ustida. Endi orada mana vaqtli o'tdi, bir 6 oy, 7 oy o'tdi-da, endi bir aloqaga chiqib, yana Instagram yurg'izaylik, bir xalqqa ko'rinay, vaqting bo'lsa aka, yordamlashib, maslahatlaring kerak degan fikr keldi. Men endi prikol qildim. Mashinnik bo'lib qolasan-ku dedim. Yani o'zini fikri shunaqa edi. Instagram chiqqan vrach mashinnik degan xulosani olib olgan. Endi u shu narsaga kelishiga to'g'ri, balki biz sababchi bo'lgandirmiz. 6 oy, 7 oy vaqt ketyapti etilgandan keyin. U etilguncha qancha umr o'tib bo'ldi. Nechtadan chiqib ketdi. Haqiqatda mutaxassis maydonga chiqib asl narsani ko'rsatmasa, bu o'sha og'aynim aytgandek mashinniklar maydonda yuradi-da, oddiy xalq qatdan bilsin uni. Mashinniklar o'sha bo'shliqni to'ldiryapti-da. O'sha bo'shliqdan foydalanyapti. Chunki xolimizmi yo'qmi 21-asr Instagram rivojlanib ketdi. Har bir odam qo'lida bari Instagram javob olmagan Telegram bor, kanallar bor. Kiradi va kimdir eshitadi, kimdandir o'sha narsani bo'shliqqa to'ldiradi. Shu iborani sal o'zgartirib olsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni doktorlar orasida mashinnik emas. Agar Endi uni fikri mashinnik deydi. qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, insofli, insofsiz va tajribali, tajribasizga saralasak bo'ladi. Yaxshi fikr. Bu juda ham to'g'ri bo'ladi. Prosta oxirgi paytlarda hozir ko'pchilik doktorlarga nisbatan har xil negativ fikrlarni keragidan ortiq bildirib borishyapti. Ertaga degan savol bor. Mana shu negativ bildirayotganlarni o'g'li bo'ladi, nevara, avaralari bo'ladi. Hozir bunaqa negativ ko'p bo'lsa, o'zi oxirgi paytlarda yengil IT sohalari yoki boshqa sohalar rivojlangan sari meditsinaga odamlarni kirib bu sohani egallashi pasayib boryapti o'zi. Nimaga? Qiyin soha, voy, u deydi. Umri o'tadi. 8 yil o'qiganman. Undan keyin u payt tirikchilik yo'q degan. 10 yil o'qiganman. 10 yildan keyin yana bir 5 yil tajriba orttirishim kerak dedi. Hali kelayotgan, hali yosh o'sayotgan avlodlarda tibbiyotga bo'lgan qiziqishi, ambitsiyani hammasini yo'q qilib yuboradi. Umuman u sohaga kelmaydi. Ertaga degan savol tug'iladi. Kim bizani davolaydi? Kim bizani evaralar davolaydi degan bo'lishi shuning uchun nabarat doktorlarga motivatsiya berish kerak. Iloji boricha nima deydi, guruch kurmaysiz bo'lmaydi deydi. Hamma yoqda hammamiz xomis degan bandamiz, qayerdadir xato qilamiz, qayerdadir hammani kamchiligi bo'ladi. Bu kamchiliklarni tuzatsa bo'ladi. Har bir baribir doktor mana shu xoh insofli, xoh noinsofsiz bo'lsa, har bir baribir maqsad yordam berish bo'ladi-da. Kimdir lekin noto'g'ri yo'l ishlatib qo'yishi mumkin. Shu noto'g'ri yo'l ishlatayotganlarga tilab qolardikki, insof bilan to'g'ri yo'ldan yurishi kelajakda tibbiyotga bo'lgan yosh avlodlarni qiziqishini so'ndirmasligini bir so'rab qolgan bo'lardik. Hozir mana shu lor ko'p yillik tajribangiz bor-ku, mana odamlar Instagramda ko'rdik, lor mutaxassisini, nechta podpisчики bor, ko'ryapti, tanidi deydi-ku. Endi unga bormoqchi yoki boshqasiga bormoqchi, lor sifatida shunaqa tavsiya bergan odamlarga, sizga kelsa kelmasa ham mana lorga bormoqchi. Instagram orqali ko'ribmi yoki bu kimdan eshitdimi? O'sha nuqtalarni ayting, qatiga e'tibor bersa, u nisbatan mutaxassis tanlagan bo'ladi. Adashmagan bo'ladi. Ya'ni adashishligi kamroq yoki tajribasi kamroq yoki insofsiz vrachga borib qolishi oldi olinadi. Kim mendan to'g'ri so'rasam, sizga hammasini jo'natsam, sizga vaqt yetmaydi hammasini ko'rish uchun. Shuning uchun mutaxassis. Yetmaydi vaqtingiz, xolismi yo'qmi? Har xil regionda bo'ladi, misol uchun kasallar. Men endi Toshkent bo'yicha vrachlar tavsiya qilishim mumkin, o'zimni blogim orqali va aloqaga chiqishadi, sohada yurganligim uchun aralashib. Boshqa viloyatlarda bor mutaxassislar, masalan, Surxondaryoda deydi. Shu Surxondaryoda o'zini regionda yaxshi lor vrachga bormoqchi. O'sha tajribasidan kechib qatiga e'tibor bersin va qatida aldanib qolish kerak emas. Nimaga e'tibor berish kerak? Yo, agar uni qanaqaligini tekshirmoqchi bo'lsa, misol uchun, ya'ni yaxshimi yomonmi, agar faqat ijtimoiy tarmoq bo'ladigan bo'lsa, hop, birinchidan tajribasiga, stajiga, endi bitirib 1-2 yil bo'lib bitirganiga ijtimoiy tarmoqlarda cho'tki videolar qo'yib qo'yapti, masalan, bu degani zo'r doktor deb qoldi degani emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ustozi kim? Kimni qo'lida shkolani o'tgan? Maktab, qaysi shkolada? Qaysi maktabda o'tgan? Ya'ni lor sohasida ham demak shkolalar bor, mana Eski Toshmiyda o'zining shkolasi bor. Toshkent bo'yicha oladigan bo'lsa, yana nechta shkolalar bor? Toshkent bo'yicha yaxshi mutaxassis ishlagan. Men bilganlarim, hozir ko'pincha tendensiya xususiy klinikada ketyapti-da. Ya'ni rivojlanish xususiy klinikada. Nimaga desiz, xohlagan instrument olib beryapti, xohlagan оборудованияni olib beryapti, ya'ni yaxshi оборудованияni, apparatlarni. O'zida ishlashingiz kerak bo'ladi. Majbursiz nimaga? Xalqqa yaxshi sifatli narsa berishingiz kerak. Ya'ni yuqori texnologik usulda
operatsiya qilib berishingiz kerak misol uchun. U bizning sharoitda yo'q. O'zbekiston sharoitida. Chet ellarda bo'ladi. Malaka oshirish kerak bo'ladi. Xususiy klinikada o'zi uchun ishlaganingizdan keyin o'ziga tikasi investitsiya. O'qiysiz, malaka oshirasiz, borasiz, fikr alishasiz ular bilan, kelasiz. Misol uchun O'zbekistonda lekin hammasi kontakti bor. Mana holat nima qilishim kerak? Fikr alishasiz. Shuning uchun endi davlat klinikalari ham bor, yo'q emas. Hammasi yaxshi, yomon demayman. Asosan eski shkolalar bor-ku demoqchiman. Mana siz ham qaysidir shkolada o'qidingiz. Kimdir ta'limotini oldingiz va o'z ustozlaringiz bor-ku, ular ham o'sha shkolada shakllangan-da baribir. va bizni qariy mamlakat bo'lganda, biz o'qigan shkolada aynan hozir shug'ullanadigan yuqori texnologik operatsiyalar qilinmas edi. Eski shkolada Fes operatsiya bor, funksional endoskop, sinus xirurgiya, poliplan endoskopda kamera oladigan usul yo'q edi. Hozir mana shug'ullanadigan apnoya, xurrak yoki slip endoskopiya operatsiya qilinmas edi. U narsalar hozir asosan xususiy klinikalar shakllanyapti. Ham shkola ham o'sha klinika shakllanyapti o'sha nomi chiqqan bitta klinika, uni nomini aytib o'tirmiz, shu klinikalar bor, haqida nomi chiqqan, zo'r klinika tanilgan. Demak, mana shu частный klinikalar o'zi как shkola bo'lib shakllanib qolyapti, deyapti. Hozirgi kunda o'zi mutaxassisdan chetga olib chiqib o'qitadi yoki o'zi borib o'qiydi, yangi metodlarni o'rganib kelib o'tib tadbiq qiladi. O'shalardan shogird bo'lib chiqqan bo'lsa, kam 3-4 yil o'shani yonida yurgan bo'lsa, shkolada ilm olgan bo'lsa, misol uchun, bu ham bitta ko'rsatkich, ya'ni yaxshi shkolani doktor ekan deyish bu bir. Xo'p, keyin agar ijtimoiy tarmoq yurgizadigan bo'lsa, qanaqa kontentlar olib chiqyapti? Kontentlar sifatlimi, sifatsizmi? Nimaga ko'proq e'tibor beryapti? Ko'proq ambulator priyomgami yoki operatsiyagami, misol uchun. Yaxshilab e'tibor bersangiz, profilida malaka oshirganligi haqida videolar bor. Bo'ladi. Rasmlar bo'ladi. Qaysi olimlardan birga rasmga tushgan. Rasmga tushishdan qanaqa esdalik uchun, qaysi davlatlarda bo'lgan. Bir yilda necha marta malaka oshirishga boradi o'sha siz boradigan doktoringiz ilm saviyasini. Bu ham bitta kriteriya. Ya'ni 100% olmaymiz. Misol uchun. Chetga chiqib malaka oshirish. Chetga chiqib malaka, hamma chetga chiqib malaka oshirgan zo'r doktor bo'lib qoladi olmayman. Misol uchun. Xo'p, shu bir nechta narsa qarash kerak bo'ladi. Yoshiga, tajribasiga, ustoziga, qaysi shkoladan chiqqanligiga va chet elda malaka oshirish, oshirmasligiga qarab, endi unga qiyin emas. Ozga e'tibor beradigan bo'lsa, bilsa bo'ladi. Ya'ni nimaga qodir inson. Men aytardimki, masalan, ijtimoiy tarmoq kerak emas deyman, kerak. Xalq tanish kerak. Mutaxassis bilish kerak. Lekin nomutanasi bo'lish kerak emas-da. Tasavvur qiling, endi bitirgan yosh doktor zo'r gapiradi. Orator xususiyati chotki, gapir auditoriyasi to'ldi auditoriyasi. Yetarli auditoriya bor-da. Nega operatsiya qilishni bilmaydi? Auditoriyasida operatsiya qilaman, uni qilaman, buni qilaman deb ko'rsatishi nomutanasibga bor-da bu yerda. Boshqa doktorlar bor. Siz aytganingizdek, yaxshi mutaxassislar bor. Auditoriyasi ko'p emas. Bu yerda ham kamchilik. U odam shug'ullanishi kerak, o'zini auditoriya yaratish kerak. Xalqqa kerakli narsani ko'rsatish kerak. Yaxshi mutaxassis. Boyaginde noinsoflik egallamasligi uchun. Mana shuni deymiz, noinsoflik egallamasligi. Noinsoflik tajribasizlar egallab qo'ymasligi uchun tajribalilar o'z o'rnini ijtimoiy tarmoqda ham borligini bildirib qo'yish kerak. Hozirgi kun talabi-da. Hozirgi kun talabi. Ordinaturani bitirganlar, sohib bo'yicha shogird olish masalasi qanaqa sizlar klinikada? O'zingiz shkola, sizlar nisbatan o'z shkola yaratdinglar-da, yillar davomida aka-ukalar, qo'shni-og'aynilar bilan shu sohada ilm olib kelib, nisbatan o'zingizdan shkolalar bor, baribir shogird olasizlar, yetishtiryapsizlar, chetga chiqgan ilm berasiz shularga. Hozirgi kun bu aptekadan kelgan savol-da, shogird olishadimi deb so'rashdi-da. Shogird masalasiga keladigan bo'lsak, bizga ko'pincha ordinaturaga kirgandan keyin yoki bakalavr oxirgi kurslarga kelishadi. Shogird olasizmi dedi. Endi hammaning shogird olish kriteriyasi har xil. Masalan, meni shogird olish kriteriyam birinchi ilmiga qarayman. Nazariy ilm. Nazariy ilm обязательно. Nazariy savol javob qilaman. Kelajakda kim bo'lmoqsan, ya'ni qaysi etapga ko'tarilmoqsan? Yaxshi mutaxassis bo'laman, chet elga malaka oshiraman deydigan bo'lsa, menga ko'proq shans yoqadi. Olish kriteriyam ilmiga qarayman. Keyingisi o'sha o'z vaqtida ketishiga intizom, 8da mas'uliyat, intizom, mas'uliyat. Har doim ilm olishni to'xtashimizga kerak emas. Bo'ldi, men bakalavr tugatdim, ordinaturani tugatdim, bo'ldi, men faqat ishlayman. Yo'q. Shogirdlar bilishadi. Deyarli har kuni savol beraman. Yangi savol, bu holatda nima qilish kerak, bu holatda nima qilish kerak. Bu meni o'zim kriteriyam. Yana bitta kriteriyalar bor. Buni men tashqaridan turib obyektivni baholashim mumkin bo'lgan. Ya'ni doktorlarning insofli kategoriyasi. Hamma ishlayotgan bolalarni baribir tashqaridan ko'ramiz-da, qanaqa davolayapti, qanaqa operatsiya qilyapti. Hamma yig'ilgan komanda insofli bolalar. Shunisiga ham xursand bo'lamiz.
Bu to'g'ri, Shohruh aka aytdilar, insof esimdan chiqdi, birinchi o'rinda. Masalan, Qadriyat. qadriyat, insof. Endi qanaqa Endi insof? suhbatda baribir insofini sirazi bilolmaysiz-ku. Yo'q. Ish jarayonida, Yo'q, to'g'ri. o'qish jarayonida qaralab baho beriladi. Endi doimiy shogird qilib olishlik uchun. Mana shunaqa narsada qarang. Keldi, umumiy obyektiv ko'rganda yaxshi, ilmli, zarar odatlari yo'q. Ta'minot ishning chakmaydigan bo'lishi shart. Bo'ladigan bo'lsa, birinchi kundan отказ qilaman. Agar keyin sezib qolsam ham bo'ldi, bundan keyin meniki emasdan boshqacha boraverdingman. Hop, ikkinchisi biza shakllantiramiz insofni. Tasavvur qiling. Bitta bemor doktori bor, bemor kelyapti, bolamni ko'rib bering deydi. Nima ekan desam, tekshirib bering deydi. Tekshiramiz, adinot yo'q. Nafas olish yaxshi. Nima shikoyat? Shamollab turganda burun bitib qoladi. Tabiiy holat, shamollaganda burun bitadi. Burun ichini yozib beradi, shamollagan ekan, ichini yozib beradi, o'tib ketadi. O'tib ketadimi? Aniq dedi, o'tib ketadi. Men bitta doktorga bordim, adenoidi bor. Kami 3-daraja. Operatsiya qilish kerak deydi. Nima bilan tekshirgan bilmayman. Nima qo'lida endi Shu holati. O'sha holatda. O'sha holatni ko'rib katta bo'lgan shogird o'shanga moslashadi. Taktikani qo'llaydi. Bizda esa o'sha holatni ko'rdimmi, o'sha yerda necha shogirdim bo'lsa, insofsiz doktor ko'rgan ekan, mana shunaqa bo'lmaydi. Bu menimcha o'zingga ravo ko'rganingdan ravo ko'ra olaysanmi? Farzanding shu holatda o'zi operatsiya olarmidi? Jiyaning, ukang, masalan, olmaysanmi? O'zing ravo ko'rmayapsan, u farzandga, u bolaga ravo ko'rmaydi. Ko'ryapsizmi? Mashqda sekin-sekin shakllanadi, shogird. O'shanga ko'proq e'tibor beraman. Ya'ni yolg'on gapirish kerak emas, san o'z sohangdan suiiste'mol qilishing kerak emas-da. Ular masalan farzand aziz bo'ladi. Bolaga operatsiya qilsa yaxshi bo'ladimi? Ha, yaxshi bo'ladi desam, qilishim kerak ekan deb. Misol uchun deydi. Tayyor turadi. 10 million so'm 10 million beraman. Lekin qanchalik muhim, kerakmi, kerak emasmi? Bu yerda ko'p narsa o'tadi. Analiz kerak bo'lsa, menga chiqib ko'ringlar, baribir Instagramga yo'l buni, shaxsiy hayoti. O'zini rekomendatsiya qilamiz. Yo'q. Ikkita klinikada ishlaymiz Navoiyda. Flormetseris va Toshkent World Center. Shu ikkita klinikada faoliyatimizni bir necha yil olib boryapmiz. Agar sizlarga shunaqa qiziq podkastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, podkast tashkillashtiradigan xodimlarimiz bor. Bittasi Habidulla, ikkinchisi bizlarning ham doktor, ham og'aynimiz Shomedikga murojaat qilaverasizlar. Instagram ijtimoiy tarmoqlari ham bor. O'sha qiziq podkastlarni ulashib beradigan tanishlarimiz bor, yo'q emas. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Avvalambor o'z sog'ligiga e'tibor bo'ling. Ketinglar endi. Ketinglar. Shu joyni yozib olish kerak.